Assalomu alaykum qadrli Momoni hikoyalari kanali tinglovchilari. Qiz nikoh kechasidan 1 soat oldin o'z joniga qasd qilish haqida o'ylayotgan bo'lsa, demak uning yuragida hech kim bilmaydigan dahshatli sir bor edi. Va bu sir uni emas, atrofidagi hamma odamlarni ham halokatga olib borishi mumkin edi. O'sha oqshom shaharning eng hashamatli to'yxonalaridan birida yuzlab mehmonlar kulib o'tirardi. Karnay-surnay sadolari, qimmatbaho mashinalar, gul hidlari va tabriklar havoga aralashib ketgandi. Ammo oq libosdagi kelin Dilnoza uchun bu kun baxt emas, hukm kuni edi. U ko'zguga tikildi. Tashqaridan qaraganda orzusidagi hayotni boshlayotgan baxtli qizga o'xshardi. Lekin ko'zlari ichida vahima yashirinib yotardi. Shunday vahimaki, go'yo yuragi ko'kragini yorib chiqishga tayyor edi. Har gal kimdir baxtli bo'linglar desa, uning qulog'iga bu so'zlar boshqacha eshitilardi. Bugun hamma narsang fosh bo'ladi. Dilnoza asta ko'zlarini yumdi. 2 yil oldin sodir bo'lgan voqeani unutishga qancha urinmasin, uddalay olmagandi. O'sha voqea uning hayotini 2ga bo'lib yuborgan edi. Bir tomonda ota-onasining mehribon qizi, ikkinchi tomonda esa ichidan yemirilayotgan, doim qo'rqib yashaydigan qiz bor edi. U bu sirni hech kimga aytmagandi. Hatto eng yaqin dugonasiga ham. Shu sababli turmush qurmaslikka qaror qilgandi. Ammo taqdir boshqa yo'l tanladi. Bir kuni Kamron ismli yigit uning hayotiga kirib keldi. Kamron boy oiladan edi. Lekin boyligidan ham ko'ra odobi va samimiyligi bilan ajralib turardi. U Dilnozani sevib qoldi. Sovchilar yubordi. Ota-onasi rozi bo'ldi. Dilnoza esa qarshilik qilishga urindi. Lekin otasining quvonchi, onasining orzulari qarshisida ojiz qoldi. Va mana endi hamma narsa shu oqshomga kelib taqalgan edi. Mehmonlar orasida esa yana 2 ayol bor edi. Kamronning akalarining xotinlari, Saida va Nargiza. Saida oiladagi eng hukmron ayol edi. Uning nazaridan hech narsa qochmasdi. U Dilnozani birinchi kundanoq yoqtirmagandi. Nimagadir ich-ichidan bu qizga ishonmasdi. Hozir ham kelinga tikilib o'tirarkan, nimanidir sezayotgandek edi. "Qarang", dedi u yonidagi Nargizaga sekin. Kelinning qo'llari qaltirayapti. Nargiza qaradi. Haqiqatan ham Dilnoza piyolani zo'rg'a ushlab turardi. "Hayajondandir", dedi Nargiza. Saida bosh chayqadi. "Yo'q. Bu oddiy hayajon emas." U yana bir marta kelinga tikildi. Va o'sha lahzada ichida tushuntirib bo'lmaydigan shubha uyg'ondi. Shubha esa ko'pincha katta falokatlarning boshlanishi bo'lardi. To'y davom etdi. Mehmonlar tarqala boshladi. Nihoyat kech kirib, kelin-kuyov uyga kuzatildi. Dilnoza zinalardan ko'tarilar ekan, har bir qadamini og'ir bosardi. Go'yo baxt sari emas, noma'lum hukm sari ketayotgandek edi. Eshik yopildi. Xonada faqat ikkovlari qoldi. Kamron unga mehr bilan qaradi. "Nihoyat", dedi jilmayib. "Endi faqat ikkovimiz." Dilnoza esa majburan kulimsiradi. Uning yuragi esa tobora tez urardi. Chunki u bugun faqat bir narsadan qo'rqayotgandi. Sirning ochilishidan. Ammo u hali bilmasdi. O'zi yashirayotgan sir allaqachon boshqa birovlarning qo'liga tushib ulgurgan edi. Va bu odamlar uni shunchaki fosh qilishni emas, undan foydalanishni rejalashtirayotgan edilar. Dilnoza o'sha kecha deyarli uxlay olmadi. Kamron uning yonida tinch nafas olib uxlayotgan edi. Ammo qizning ko'zlariga uyqu kelmasdi. Har safar ko'zini yumsa, Saydaning sovuq nigohlari yodiga tushardi. Ayniqsa to'y tugayotgan paytda Saydaning unga qarab aytgan bir gapi xayolidan ketmayotgandi. Ba'zi sirlar uzoq yashamaydi. O'sha paytda Dilnoza bu gapni oddiy kinoya deb o'ylagandi. Endi esa yuragi bezovta bo'lib urardi. Tong otishi bilan hovli jonlandi. Qarindoshlar kelib keta boshladi. Qaynona Zaynab opa yangi kelinni maqtashdan charchamasdi. "Kamronning omadi chopdi", derdi u har kelganga. "Bunday odobli qizni topish qiyin." Bu gaplar Dilnozaga xursandchilik emas, azob berardi. Chunki u har bir maqtovni eshitganida ichida bir ovoz pichirlardi. Agar haqiqatni bilishsa-chi?
Shu kuni tushlikdan keyin u oshxonada yolg'iz idish yuvayotgan edi. Birdan eshik g'ijirlab ochildi. Saida kirib keldi. U eshikni sekin yopdi va hech narsa demay Dilnozaga tikildi. Bu sukunatning o'zi qizni qo'rqitib yubordi. Nihoyat Saida gapirdi. Qo'rqyapsanmi? Dilnozaning qo'lidagi piyola qaltirab ketdi. Nimadan qo'rqaman? Dedi u zo'rg'a. Saida kulimsiradi. Ammo bu kulgu mehrli emasdi. Bilmayman, dedi u. Balki fosh bo'lishdan. Dilnozaning yuragi bir urushni o'tkazib yuborgandek bo'ldi. U bir necha soniya javob bera olmadi. Saida esa asta yaqinlashdi. Men odamlarning yuziga qarab ko'p narsani bilaman, dedi u past ovozda. Masalan, sen nimanidir yashiryapsan. Dilnoza indamadi. Unga qarashga ham jur'at qilolmadi. Saida yana kuldi. Qo'rqma, dedi. Hali hech kimga hech narsa aytganim yo'q. Shu gap Dilnozani yanada qo'rqitdi. Hali degani nimani anglatardi? Saida chiqib ketgach, qiz stulga o'tirib qoldi. Qo'llari muzlab ketgandi. Endi u aniq tushundi. Saida nimanidir bilardi. Lekin qanchalik ko'p bilishini tasavvur qila olmasdi. Oradan 3 kun o'tdi. 3-kuni kechqurun Kamron ishidan odatdagidan kechroq qaytdi. Kayfiyati yo'q edi. Kechki ovqat paytida ham kam gapirdi. Nihoyat xonaga kirishgach Dilnozaga qaradi. Bugun g'alati gap eshitdim, dedi u. Dilnozaning tomog'i qurib ketdi. Qanaqa gap? Kamron bir muddat sukut saqladi. Bir odam sen haqingda yomon gap aytdi. Dilnoza muzlab qoldi. Nima dedi? Kamron yelka qisdi. Eshitishga ham arzimaydi. Men ishonmadim. Shu payt qizning ko'zlariga yosh keldi. Kamron hayron bo'lib qoldi. Hey, men-ku ishonmadim dedim. Dilnoza esa yig'isini zo'rg'a bosdi. Chunki u yaxshi bilardi. Mish-mishlar boshlangan edi. Va mish-mishlar hech qachon o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Kimdir ataylab tarqatadi. O'sha kecha u deraza yonida uzoq o'tirdi. Hovli qorong'u edi. Faqat bir xonada chiroq yonib turardi. Bu Saidaning xonasi edi. Dilnoza beixtiyor o'sha tomonga qaradi. Va birdan deraza pardasi surildi. Ichkaridan Saida ko'rindi. U qorong'ilik ichida tik turib Dilnozaga qarab turardi. Go'yo uni kuzatayotgandek. Go'yo navbatdagi zarbani qachon berishni o'ylayotgandek. Dilnozaning yuragidan sovuq titroq o'tdi. Chunki u o'sha lahzada dahshatli bir narsani tushundi. Uning haqiqiy dushmani hali hujumni boshlamagandi. Bu esa faqat boshlanishi edi. Ertasi kuni hammasi odatdagidek boshlandi. Hovlida nonushta tayyorlanardi. Qaynota gazetani varaqlardi. Zaynab opa choy damlardi. Kamron ishga ketishga hozirlanardi. Tashqaridan qaraganda bu oddiy, baxtli oila edi. Faqat bir odamning ichida bo'ron bor edi. Dilnoza. U tun bo'yi uxlamagani uchun ko'zlari qizarib ketgan edi. Kamron buni payqadi. Tobing joyidami, dedi xavotir bilan. Dilnoza darhol jilmayishga urindi. Ha, biroz charchadim xolos. Kamron bosh irg'adi. Lekin uning nigohida shubha paydo bo'la boshlagandi. Oxirgi kunlarda xotini tobora o'zgarib borayotgandi. U ko'proq o'ylanadigan, tez-tez cho'chib tushadigan bo'lib qolgandi. Kamron ishga ketgach, Dilnoza biroz yengil tortdi. Ammo bu uzoq davom etmadi. Soat 10larda Saida uni xonasiga chaqirdi. Dilnozaning yuragi yana siqildi. U sekin eshikni taqillatdi. "Kiring", degan sovuq ovoz eshitildi. Ichkariga kirganida Saida kresloda o'tirgancha telefon titkilab o'tirardi. U boshini ham ko'tarmadi. Bir necha soniya sukut cho'kdi. So'ng telefonni stolga qo'yib Dilnozaga qaradi. "O'tir", dedi. Dilnoza o'tirmadi. "Gapingizni aytavering." Saida kulimsiradi. "Hali ham mag'rursan", dedi. "Bu yaxshi." Keyin birdan ovozi jiddiylashdi. "Sening siring haqida gaplashamiz.
Dilnozaning oyoqlari bo'shashib ketdi. U devorga suyandi. Qanaqa sir? Dedi zo'rg'a. Saida unga tikilib turdi. Meni ahmoq deb o'ylaysanmi? Dedi past ovozda. To'y kunidan beri seni kuzatyapman. Dilnoza indamadi. Sen bir narsadan o'lgudek qo'rqyapsan, dedi Saida. Va men bu qo'rquvdan foydalanishni bilaman. Bu ochiq tahdid edi. Dilnoza nihoyat gapirdi. Mendan nima xohlaysiz? Saidaning ko'zlari chaqnadi. Go'yo aynan shu savolni kutayotgandek. Aqlli qiz ekansan, dedi u. Men bilan urushma. Shunda men ham seni tinch qo'yaman. Dilnoza uning ma'nosini tushundi. Bu oddiy gap emasdi. Bu kelishuv taklifi edi. Yo'q, to'g'rirog'i shantaj edi. Shu kundan boshlab Dilnozaning hayoti yanada og'irlashdi. Saida unga buyruqlar bera boshladi. Avvaliga mayda ishlar edi. Keyin asta-sekin chegaradan o'ta boshladi. Bir kuni Saida o'zining qimmat sumkasini topolmay qoldi. Hamma uy bo'ylab qidirdi. Oxiri sumka Saidaning o'z shkafidan chiqdi. Lekin u baribir Dilnozaga baqirdi. Agar ehtiyotkorroq bo'lganingda men shuncha vaqt yo'qotmasdim. Dilnoza indamadi. Chunki u tushunib bo'lgandi. Bu ishlarning maqsadi sumka ham, uy yumushi ham emasdi. Maqsad uni sindirish edi. Kunlar o'tgan sari Saidaning bosimi kuchayib bordi. Nargiza esa hammasini ko'rib turardi. Lekin hech narsa demasdi. Bir kuni kechqurun Nargiza oshxonada Dilnoza bilan yolg'iz qoldi. U uzoq sukut saqladi. So'ng asta gapirdi. Sizdan uzr so'ramoqchiman. Dilnoza hayron bo'lib qaradi. Nima uchun? Nargiza ko'zlarini olib qochdi. Shunchaki, dedi. Ba'zan jim turish ham gunoh bo'lar ekan. Shu gap Dilnozaning yuragiga tegdi. Chunki birinchi marta kimdir uning og'rig'ini sezgandek tuyuldi. Ammo aynan o'sha paytda hovlidan Saidaning ovozi eshitildi. Nargiza. Nargiza cho'chib tushdi. Yuzidagi hamma jasorat bir zumda yo'qoldi. U indamay chiqib ketdi. Dilnoza esa yana yolg'iz qoldi. O'sha kecha kutilmagan voqea yuz berdi. Kamron uyga odatdagidan erta qaytdi. U hovliga kirayotganda Saida va bir notanish ayolning suhbatini eshitib qoldi. Ular uni ko'rishmagan edi. Yaqinda hammasi tugaydi, dedi Saida ishonch bilan. Kamron ham haqiqatni bilib qoladi. Kamron to'xtab qoldi. Qanaqa haqiqat? Deb o'yladi ichida. Notanish ayol so'radi. Agar bilib qolmasa-chi? Saida kuldi. Biladi, dedi sovuq ohangda. Men bunga ishonch hosil qilaman. Kamronning yuragi g'alati bo'lib ketdi. U sekin ortga chekindi. Hech kimga ko'rinmadi. Ammo shu kundan boshlab uning ham ichida shubha uyg'ondi. Endi faqat Dilnoza emasdi. Endi Kamron ham nimadir noto'g'ri ekanini sezishni boshlagandi. Va bu shubha yaqin orada butun oilaning hayotini ag'dar-to'ntar qilib yuborishini hali hech kim bilmasdi. Kamron o'sha suhbatni eshitganidan keyin o'zini hech narsa bo'lmagandek tutdi. U hovliga kirib kelganda Saida allaqachon odatdagi mehribon opadek ko'rinishga ulgurgan edi. Ammo Kamronning ichida nimadir o'zgargandi. Birinchi marta u opasining har bir so'ziga shubha bilan qaray boshladi. O'sha kecha yotoqda yotarkan yonidagi Dilnozaga uzoq tikilib qoldi. Qiz uxlayotgandek ko'rinardi. Lekin aslida u ham uyg'oq edi. Ikkovlari ham bir-biridan yashirib o'ylayotgan edi. Faqat muammo shundaki, ular bir-biriga ishonish o'rniga sukutni tanlashgandi. Va ba'zan sukut eng xavfli dushman bo'ladi. Ertasi kuni tushlik payti Saida yana navbatdagi zarbani berdi. Bu safar u buni hammaga ko'rinadigan tarzda qildi. Hovlida qarindoshlar yig'ilgan edi. Gap kelinlar haqida ketayotgandi. Shunda Saida birdan kulib qo'ydi. Ba'zi odamlar tashqaridan farishta ko'rinadi, dedi u. Lekin ichida nimalar yashiringanini bir Xudo biladi. Hamma buni oddiy gap deb qabul qildi. Ammo Dilnoza kim nazarda tutilayotganini yaxshi bilardi. Uning qo'llari yana qaltiray boshladi.
Kamron esa birinchi marta bu gapni eshitib opasiga sinchiklab qaradi. Nega u so'nggi paytlarda doim shunday kinoyalar qilardi? Kechqurun Kamron tasodifan Nargizani yolg'iz uchratib qoldi. U hovlining chekkasida o'tirgan edi. Kamron yoniga bordi. Bir narsa so'rasam rostini aytasizmi? Dedi u. Nargiza cho'chib ketdi. Nimani? Opam bilan Dilnoza o'rtasida nima gap bor? Nargizaning rangi oqarib ketdi. U darhol ko'zlarini olib qochdi. Hech narsa, dedi shoshilib. Lekin aynan shu javob Kamronni yanada shubhalantirdi. Chunki odam rost gapirganda bunchalik qo'rqmaydi. O'sha kecha Nargiza uxlay olmadi. Vijdoni uni kemirardi. Bir tomonda Saidadan qo'rquv, ikkinchi tomonda esa Dilnozaning ezilib borayotgan hayoti. Nihoyat tongga yaqin qaror qildi. Endi jim tura olmaydi. Ertasiga ertalab u Dilnozani bozorga ketayotganida to'xtatdi. Atrofda hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, sekin gapirdi. Sizga bir narsani aytishim kerak. Dilnoza hayron bo'lib qaradi. Nargizaning ovozi titrardi. Saida, siz o'ylagandan ham xavfliroq. Dilnozaning yuragi siqildi. Nima demoqchisiz? Nargiza chuqur nafas oldi. U siz haqingizda ma'lumot yig'yapti. Dilnoza muzlab qoldi. Qanaqa ma'lumot? Bilmayman, dedi Nargiza. Lekin bir necha kundan beri kimlargadir telefon qilyapti. Sizning eski hayotingiz haqida surishtiryapti. Shu gap Dilnozaning butun tanasidan sovuq titroq o'tkazdi. Eski hayoti. Demak, Saida shunchaki gumon qilmayapti. U dalil izlayapti. Va agar biror narsa topsa, hammasi tugashi mumkin edi. Nargiza yana gapirdi. Yana bir gap. U ikkilanib qoldi. Saida kecha bir ayol bilan gaplashdi. Kim ekan? Bilmayman. Lekin ular sizning talabalik davringiz haqida gaplashdi. Dilnozaning oyoqlari bo'shashib ketdi. Chunki talabalik davri degani uning eng og'riqli xotiralari edi. Aynan o'sha yillar ichida yashiringan voqealar bugungi qo'rquvning ildizi edi. U devorga suyandi. Nafasi qisilib ketayotgandi. Nargiza esa qo'rquv bilan atrofga qaradi. Meni bu gaplarni aytdi deb bilishmasin, dedi u. Aks holda Saida meni ham yo'q qiladi. Dilnoza indamay bosh irg'adi. Ammo ichida boshqa bir his uyg'ona boshlagandi. Qo'rquv bilan birga g'azab ham tug'ilayotgandi. U bir necha oy davomida faqat himoyalanib yashagandi. Endi esa birinchi marta o'ziga savol berdi. Nega men doim qochaman? Nega doim qo'rqaman? Balki urushni boshlash vaqti kelgandir. Lekin u hali bilmasdi. Aynan o'sha kuni tushdan keyin Saida qo'liga shunday bir ma'lumot tushadiki, bu nafaqat Dilnozaning sirini, balki butun oilaning kelajagini ham ostin-ustun qilib yuboradi. Saida o'sha kuni tushdan keyin uyga g'alati kayfiyatda qaytdi. Uning yuzida uzoq vaqtdan beri ko'rinmagan g'alaba ifodasi bor edi. U darvozadan kirishi bilan to'g'ri o'z xonasiga yo'l oldi. Hatto Zaynab opaning savollariga ham yarimta javob qaytardi. Dilnoza esa hovlida kir yoyayotgan edi. U Saidaning yuzidagi o'zgarishni darhol sezdi. Yuragi bezovta urib ketdi. Chunki u bu ayolni endi yaxshi taniy boshlagandi. Saida faqat bir holatda shunday jilmayardi. Qo'lida kimnidir sindirishga yetadigan qurol bo'lsa. Kechqurun ovqat paytida ham Saida juda tinch edi. Juda ham tinch. Bu esa Dilnozani yanada qo'rqitardi. Chunki eng xavfli bo'ronlar oldidan hamma narsa jimib qoladi. Ovqatdan keyin Kamron telefon orqali ish yuzasidan gaplashish uchun tashqariga chiqdi. Zaynab opa qo'shninikiga ketdi. Hovlida faqat Saida va Dilnoza qoldi. Nihoyat Saida kutgan fursat keldi. U sekin o'rnidan turdi va Dilnozaning yoniga bordi. Seni tabriklayman, dedi sovuq kulib. Dilnoza hayron bo'ldi. Nima uchun? Saida ko'zlarini qisdi. Chunki sen juda uzoq yashirina olding. Dilnozaning yuragi siqildi. Nimani nazarda tutyapsiz? Saida sumkasidan eski surat chiqardi. Surat biroz xiralashgan edi.
Ammo undagi qizni tanimaslikning iloji yo'q edi. Bu Dilnozaning talabalik davridagi surati edi. Uning yonida esa bir yigit turardi. Dilnozaning rangi oqarib ketdi. Qo'llari muzlab qoldi. "Qayerdan oldingiz buni?" dedi zo'rg'a. Saida kuldi. "Qiyin bo'lmadi", dedi u. "Odamlar pul uchun juda ko'p narsani gapirib beradi." Dilnoza suratga tikilib qoldi. Bu oddiy surat edi. Unda hech qanday ayb yo'q edi. Ammo Saidaning qo'lida u qurolga aylangandi. "Bu hali boshlanishi", dedi Saida. "Men o'sha yigit bilan ham gaplashdim." Dilnozaning yuragi bir zum to'xtab qolgandek bo'ldi. "Nima?" Saida bosh irg'adi. "Ha", dedi u. Va u juda qiziq narsalarni aytdi. Shu payt Dilnozaning oyoqlari bo'shashib ketdi. Chunki uning eng katta qo'rquvi aynan shu edi. O'tmishdagi odamlarning qayta paydo bo'lishi. Saida esa zavqlanib davom etdi. "Bilasanmi?" dedi u. "Men avval seni shunchaki yoqtirmasdim. Endi esa senga achinaman." "Nega?" Saida unga yaqinlashdi. "Chunki sen yolg'on ustiga qurilgan hayotda yashayapsan." Shu payt hovli darvozasi ochildi. Kamron qaytib kirib kelayotgan edi. Saida darhol jim bo'ldi. Yuziga odatdagi tabassumni taqdi. Ammo Dilnoza bir narsani tushundi. Endi vaqt tugayotgandi. Saida dalil topishga yaqinlashib qolgandi. O'sha kecha Dilnoza uxlamadi. U deraza yonida tonggacha o'tirdi. Nihoyat bir qarorga keldi. Agar u yana jim tursa, Saida uni asta-sekin yo'q qiladi. Endi u birinchi bo'lib harakat qilishi kerak edi. Ertalab u hech kimga aytmay uydan chiqdi. Taksi to'xtatdi va haydovchiga bitta manzilni aytdi. Bu manzilni u 2 yildan beri tilga olmagandi. 2 yildan beri eslashni ham istamagandi. Ammo bugun u o'sha yerga qaytayotgan edi. Chunki Saida gaplashgan o'sha yigit bilan birinchi bo'lib o'zi uchrashishi kerak edi. Va u hali bilmasdi. Bu uchrashuv uning butun hayoti haqidagi tasavvurini parchalab tashlaydigan haqiqatni ochib beradi. Dilnoza taksining orqa o'rindig'ida o'tirarkan, kaftlari terlab ketgandi. 2 yil davomida unutishga uringan manzilga qaytayotgan edi. Tashqarida odamlar odatdagidek ishga shoshardi. Kimdir kulardi. Kimdir telefonda gaplashardi. Hech kim uning ichida qanday bo'ron ketayotganini bilmasdi. Nihoyat taksi eski ko'p qavatli uy oldida to'xtadi. Dilnoza chuqur nafas oldi va mashinadan tushdi. Yuragi shu qadar tez urardiki, go'yo atrofdagilar ham eshitayotgandek tuyulardi. U 3-qavatga ko'tarildi. Eshik oldida bir necha soniya qotib qoldi. Keyin qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Ichkaridan qadam tovushlari eshitildi. Eshik ochildi va Dilnoza 2 yildan beri ko'rmagan odam bilan yuzma-yuz qoldi. Jahongir. Yigit ham bir necha soniya qotib qoldi. Keyin hayrat bilan ko'zlarini katta ochdi. "Dilnoza", dedi ishonmay. "Sen?" Dilnoza uning yuziga tikildi. Bir vaqtlar shu yuzni sevaman deb o'ylagandi. Shu odam uchun tunlari yig'lagandi. Shu odam tufayli hayoti izdan chiqqandi. Endi esa ichida sevgi ham, sog'inch ham yo'q edi. Faqat javobsiz savollar bor edi. "Gaplashishimiz kerak", dedi u sovuq ohangda. Jahongir biroz ikkilanib turdi. So'ng yo'l berdi. Xonaga kirgan Dilnoza atrofga qaradi. Hammasi o'zgargan edi. Faqat o'tmishning og'ir nafasi hanuz shu yerda qolgandek tuyulardi. Ular qarama-qarshi o'tirdi. Bir necha soniya hech kim gapirmadi. Nihoyat Dilnoza sukutni buzdi. "Saida sen bilan gaplashganmi?" Jahongirning yuzidagi rang o'zgardi. Shu savolning o'zi yetarli edi. Dilnoza hammasini tushundi. "Demak gaplashgan", dedi past ovozda. Jahongir boshini egdi. "Ha." Bir necha soniya og'ir sukut cho'kdi. "Nima?" dedi. Jahongir chuqur xo'rsindi. "Sening hayoting haqida so'radi." Dilnoza ko'zlarini yumdi. "Va sen nima deding?" Jahongir javob berishga shoshilmadi.
Go'yo ichidagi kurash bilan band edi. Nihoyat boshini ko'tardi. Men hammasini aytmadim, dedi sekin. Lekin. O'sha lekin so'zi Dilnozaning yuragini siqib yubordi. Lekin nima? Jahongir unga tikildi. Nigohida ilk marta afsus bor edi. Men senga yillar davomida aytolmagan bir haqiqat bor. Dilnoza qotib qoldi. Ichida qandaydir yomon his uyg'ondi. Qanaqa haqiqat? Jahongir kaftlarini birlashtirdi. O'sha paytda men seni tark etganimni eslaysan. Dilnoza achchiq kulib qo'ydi. Buni unutish qiyin. Jahongir bosh irg'adi. Lekin men ketganim uchun emas. Ketishga majbur qilinganman. Xonadagi havo birdan og'irlashib ketgandek bo'ldi. Dilnoza uning yuziga tikildi. Nima? Jahongir davom etdi. Men seni tashlamoqchi emasdim. Dilnoza kulib yubordi. Ammo bu kulgi quvonch emasdi. Yolg'on. Jahongir bosh chayqadi. Yo'q, dedi qat'iy. Meni bir odam topgan edi. Dilnozaning yuragi yana tez ura boshladi. Kim? Jahongir javob berishdan oldin uzoq sukut saqladi. Go'yo shu ismni aytishning o'zi ham og'ir edi. Nihoyat u past ovozda gapirdi. Kamronning akasi. Dilnoza eshitganiga ishonmadi. Nima deding? Jahongir boshini ko'tardi. Ha, dedi sekin. Kamronning akasi. Endi Dilnoza nafas olishni ham unutgandi. Chunki bu ism uning butun tasavvurini ag'darib yuborardi. Kamronni u to'ydan 1 yil oldin tanigan edi. Demak, undan ham oldin Kamronning oilasi qanday qilib Jahongirni tanishi mumkin edi? Jahongir davom etdi. Men o'sha paytda tushunmagandim, dedi u. Lekin keyin bildim. Kimdir seni kuzatayotgan ekan. Dilnozaning qo'llari muzlab ketdi. Bu mumkin emas. Jahongir bosh chayqadi. Men ham shunday o'ylagandim. U o'rnidan turdi. Eski shkaf yoniga bordi. Ichidan sarg'aygan konvert oldi va Dilnoza tomon uzatdi. Men buni 2 yil saqladim, dedi u. Bugungacha. Dilnoza titroq qo'llari bilan konvertni ochdi. Ichidan bir nechta surat chiqdi. Suratlarni ko'rishi bilan uning yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki bu suratlarda u bor edi. Universitet hovlisida, kutubxonada, avtobus bekatida, hatto bir marta onasi bilan bozorda yurgan paytida ham. Kimdir uni yashirincha suratga olgan edi. Yillar davomida. Dilnozaning lablari qaltiray boshladi. Bu nima? Deb pichirladi u. Jahongirning javobi esa uning butun hayotini yana bir marta ostin-ustun qilib yubordi. Seni kimdir uzoq vaqtdan beri kuzatgan, dedi u sekin. Va menimcha, bu ish hali tugamagan. Dilnoza suratlarni qo'lida ushlab qotib qoldi. Birinchi surat universitet hovlisida olingan edi. Ikkinchisi avtobus bekatida. Uchinchisi esa uni butunlay dahshatga soldi. Chunki unda u va onasi bozordan qaytayotgan payt tasvirlangan edi. Bu suratni hech kim olganini sezmagandi. Hech qachon. U asta boshini ko'tardi. Bularni kim olgan? Dedi zo'rg'a. Jahongir chuqur xo'rsindi. Bilmayman, dedi u. Lekin menga bu konvertni bergan odam bitta gap aytgandi. Dilnozaning yuragi tez urib ketdi. Qanaqa gap? Jahongir bir necha soniya sukut saqladi. Go'yo o'sha kunni eslayotgandek. U odam menga sen bilan aloqani uzishni buyurgan, dedi nihoyat. Aks holda ikkovimiz ham afsuslanishimizni aytgan. Dilnoza asta o'rnidan turdi. Xona birdan torayib ketgandek tuyuldi. Kim edi u? Jahongir bosh chayqadi. Men uning yuzini yaxshi ko'rmaganman, dedi u. Lekin yonida yana bir ayol bor edi. Dilnozaning nafasi ichiga tushib ketdi. Ayol? Ha. Jahongir bosh irg'adi. O'sha ayol gapirmagan. Faqat kuzatib turgan. Kim edi? Jahongir javob berishdan oldin ikkilanib qoldi. Keyin sekin gapirdi.
Kecha suratini ko'rdim. Dilnozaning yuragi qinidan chiqib ketay dedi. Kimning? Saidaning. Xonaga og'ir sukunat cho'kdi. Bir necha soniya davomida Dilnoza hech narsani eshitmadi. Go'yo dunyo birdan jimib qolgandek edi. Bu mumkin emas, dedi u pichirlab. Men Saidani o'sha paytda tanimasdim. Jahongir ham bosh chayqadi. Men ham tushunmayapman, dedi u. Lekin suratni ko'rganimda darrov tanidim. Endi Dilnozaning ichida qo'rquv boshqa narsaga aylana boshlagandi. G'azabga. Chunki bu endi oddiy shantaj emasdi. Kimdir uning hayotiga yillar oldin aralashgan edi. Kimdir uning taqdirini o'zgartirgan edi. Va o'sha kimdir hozir ham yonida yurardi. U konvertni mahkam ushladi. Bu haqda hech kimga aytmadingmi? Jahongir bosh chayqadi. Yo'q. Nega? Jahongir achchiq kuldi. Chunki men ham qo'rqardim, dedi u. O'sha paytda yosh edim. Ahmoq edim. So'ng u bir lahza Dilnozaga tikildi. Lekin yana bir narsa bor. Dilnoza darhol sergak tortdi. Nima? Jahongir stol tortmasini ochdi. Ichidan eski telefon chiqarib qo'ydi. Bir necha kun oldin Saida menga yana qo'ng'iroq qildi, dedi u. Suhbatni yozib olganman. Dilnozaning yuragi yana tez urib ketdi. Yozib olgansanmi? Jahongir bosh irg'adi. Telefonni yoqdi. Bir necha soniyadan keyin xonada tanish ovoz yangradi. Bu Saidaning ovozi edi. Menga hammasi kerak emas, derdi u sovuq ohangda. Faqat qizning oilasi buzilsa bo'ldi. Dilnozaning qo'llari titrab ketdi. Ovoz davom etdi. U baxtli yashamasligi kerak. Keyin aloqa uzilgan edi. Xonada yana sukunat cho'kdi. Dilnoza telefon ekraniga tikilib qoldi. Endi unda ilk marta haqiqiy dalil bor edi. Saida unga qarshi ataylab harakat qilayotganning dalili. Lekin aynan shu paytda Jahongirning telefoni jiringlab ketdi. Ikkovlari ham cho'chib tushdi. Ekranga qarashlari bilan ranglari oqarib ketdi. Qo'ng'iroq qilayotgan odamning nomi bitta edi. Saida. Jahongir va Dilnoza bir-biriga qarab qoldi. Go'yo ularning suhbatini kimdir kuzatayotgandek edi. Telefon jiringlashda davom etardi. Va ikkovi ham bir narsani his qildi. Saida nimanidir sezgan edi. Va bu safar u yanada xavfliroq harakat qilishga tayyorlanayotgandi. Telefon jiringlashda davom etardi. Xonadagi havo og'irlashib ketgandek edi. Jahongir ekran tomon tikilib qoldi. Dilnoza esa nafasini ushlab turardi. Nihoyat Jahongir qo'ng'iroqni qabul qildi. "Alo", dedi xotirjam ko'rinishga urinib. Narigi tomondan Saidaning sovuq ovozi eshitildi. "Band emasmidingiz?" Jahongirning yuragi tez urib ketdi. "Yo'q", dedi u. "Nima bo'ldi?" Bir necha soniya sukut bo'ldi. Keyin Saida kuldi. Ammo bu kulgi odatdagi kulgi emasdi. Go'yo kimnidir sinab ko'rayotgandek edi. "Hech narsa", dedi u. "Shunchaki qayerdaligingizni bilgim keldi." Jahongir va Dilnoza bir-biriga qarashdi. Saida shubhalanayotgandi. Bu aniq edi. Qo'ng'iroq tugagach, Dilnoza deraza tomon yurdi. Ko'chada odamlar yurardi. Hammasi odatdagidek edi. Ammo uning ichidagi dunyo ag'darilib ketgandi. Endi qo'lida dalil bor edi. Ammo shu bilan birga yangi savollar ham paydo bo'lgandi. Nega Saida uni yillar davomida kuzatgan? Nega uning baxtsiz bo'lishini xohlaydi? Eng muhimi, nega? Jahongir chuqur xo'rsindi. "Mening fikrimcha", dedi u sekin. "Bu ish Saidaning o'zi bilan boshlanmagan." Dilnoza ortiga o'girildi. "Nimani nazarda tutyapsan?" Jahongir stol ustidagi suratlarni ko'rsatdi. "Bu darajadagi kuzatuv uchun bitta odam yetmaydi", dedi u. Kimdir unga yordam bergan. Shu payt Dilnozaning xayoliga bir ism keldi. Va bu ism kelishi bilan tanasi muzlab ketdi. Akbar. Kamronning katta akasi. Oila ichida eng kam gapiradigan odam.
Lekin eng ta'sirlisi ham aynan o'sha edi. To'y paytida ham, undan keyin ham u doim jim yurardi. Ammo hamma unga quloq solardi. Dilnoza uyga qaytayotganda butun yo'l davomida shu haqda o'yladi. Taksi oynasidan tashqariga qarab ketarkan, birdan telefoniga xabar keldi. Noma'lum raqamdan. Yuragi siqilib ketdi. Xabarni ochdi. Unda faqat bitta jumla yozilgan edi. Ba'zi eshiklarni ochmagan ma'qul. Dilnozaning qo'llari muzlab ketdi. Xabar ostida esa yana bir narsa bor edi. Bugun Jahongirning uyga kirayotgan paytdagi rasmi. Uzoqdan olingan. Demak, kimdir uni kuzatayotgandi. Hozir ham. Shu lahzada Dilnoza vahima ichida atrofga qaradi. Ko'chadagi mashinalar, piyodalar, bekatda turgan odamlar. Ularning qaysi biri kuzatayotganini bilmasdi. Uyga yetib kelganida hovlida g'alati sukunat hukm surardi. Odatda bu paytda Zaynab opa oshxonada bo'lardi. Kamron hali ishdan qaytmagan bo'lardi. Ammo bugun hamma mehmonxonada yig'ilib o'tirardi. Dilnoza ichkariga kirishi bilan hamma unga qaradi. Zaynab opaning ko'zlari qizarib ketgandi. Nargiza boshini egib o'tirardi. Saida esa jim edi. Juda jim. Bu esa eng qo'rqinchli holat edi. "Qayerda eding?" dedi Zaynab opa nihoyat. Dilnozaning yuragi gupillab ketdi. "Bozorga chiqqandim." Saida sekin kuldi. "Bozorgami?" dedi u. Keyin stol ustidagi narsani ko'rsatdi. Dilnozaning yuragi to'xtab qolgandek bo'ldi. Bu Jahongir bilan tushgan eski surat edi. Qanday qilib? Qayerdan? Kim olib kelgan? Zaynab opa titroq ovozda gapirdi. "Bu yigit kim?" Dilnoza javob bera olmadi. Xonadagi sukunat tobora og'irlashib borardi. Shu payt darvoza ochildi. Kamron kirib keldi. U atrofga qaradi. Keyin stol ustidagi suratni ko'rdi. Va uning yuzi bir zumda oqarib ketdi. Chunki suratning orqa tomonida qalam bilan yozilgan bir jumla bor edi. Bu hikoya siz o'ylagandan ancha oldin boshlangan. Kamron suratni qo'liga oldi. Bir necha soniya tikilib turdi. So'ng boshini ko'tardi. Va hayotida birinchi marta xotiniga ishonch bilan emas, shubha bilan qaradi. Kamron suratni qo'lida ushlab qotib qoldi. Xonadagi hech kim nafas olayotgandek ham ko'rinmasdi. Dilnoza esa yuragi ko'kragini yorib chiqadigandek urayotganini his qilardi. Saida bir chetda o'tirgancha hech narsa demasdi. Ammo uning ko'zlarida g'alati qoniqish bor edi. Nihoyat Kamron suratni stolga qo'ydi. "Bu kim?" dedi u past ovozda. Dilnoza lablarini qimirlatdi, ammo ovozi chiqmadi. "Talabalik paytimdagi tanishim", dedi nihoyat. Kamron uning ko'zlariga qaradi. "Faqat tanishmi?" Bu savol xonadagi havoni yanada og'irlashtirdi. Saida sekin boshini egib kuldi. Go'yo aynan shu lahzani kutayotgandek edi. Dilnoza esa bir necha soniya sukut saqladi. Keyin ilk marta qochmaslikka qaror qildi. "Yo'q", dedi u qat'iyroq ovozda. Faqat tanish emas edi. Hamma unga qaradi. Zaynab opa hatto o'rnidan yarim turib ketdi. "Dilnoza", dedi u xavotir bilan. Ammo Dilnoza davom etdi. "Ha, men uni tanirdim. Bir paytlar uni yaxshi ko'rganman." Xonada sukunat cho'kdi. Kamron ko'zlarini yumdi. Go'yo shu javobni kutgan bo'lsa ham eshitish og'ir bo'lgandi. Saida esa darhol hujumga o'tdi. "Mana", dedi u g'alabali ohangda. Nihoyat rost gap chiqyapti. Ammo kutilmaganda Kamron opasiga o'girildi. "Jim bo'ling", dedi sovuq ovozda. Saida hayratdan qotib qoldi. Kamron hech qachon unga bunday gapirmagandi. "Lekin", dedi Saida. "Men aytganlarim rost-ku." Kamron stulga suyandi. "Men hali sizdan hech narsa so'ramadim", dedi u. Bu safar Saida indamadi. Dilnoza esa erining yuziga qaradi. U yerda g'azab ham bor edi. Og'riq ham bor edi. Lekin eng ko'pi charchoq edi. Kamron sekin gapirdi.
Meni aldaganingiz uchun emas, dedi u. Nega menga aytmaganingiz uchun og'riyapti? Dilnozaning ko'zlariga yosh keldi. Chunki bu haqiqat edi. Muammo o'tmishda emasdi. Muammo sirda edi. Shu payt hovli darvozasi qattiq taqilladi. Hamma cho'chib tushdi. Akbar tashqariga chiqdi. Bir daqiqadan keyin qaytib keldi. Qo'lida katta oq konvert bor edi. Buni hozir olib kelishdi, dedi u. Kim yuborganini aytishmadi. Xonadagi hamma bir-biriga qaradi. Saidaning rangi birdan oqarib ketdi. Buni birinchi bo'lib Dilnoza payqadi. Go'yo Saida konvert ichida nima borligini sezgandek edi. Akbar konvertni stol ustiga qo'ydi. Kamron uni ochdi. Ichidan bir nechta hujjat va suratlar chiqdi. Kamron birinchi qog'ozni o'qidi va uning yuzi birdan o'zgarib ketdi. Bu nima, dedi u pichirlab. Zaynab opa xavotir bilan yaqinlashdi. Nima bo'ldi o'g'lim? Kamron javob bermadi. U ikkinchi qog'ozni oldi. Keyin uchinchisini va nihoyat boshini ko'tardi. Endi uning nigohi Saidada to'xtadi. Saidaning qo'llari qaltiray boshlagandi. Bu yolg'on, dedi u birdan. Hech kim hali hech narsa demagan bo'lsa ham. Bu yolg'on, dedi u yana balandroq ovozda. Kamron sekin o'rnidan turdi. Men hali nima ekanini aytmadim-ku, dedi u. Xonadagi hamma muzlab qoldi. Saida esa birdan nima qilib qo'yganini tushundi. U o'zini o'zi fosh qilib qo'ygandi. Kamron qo'lidagi hujjatni ko'tardi. Bu yerda yozilishicha, dedi u og'ir ovozda. Oxirgi 2 yil davomida noma'lum raqamlardan yuborilgan xabarlarning aksariyati bitta telefondan chiqqan. Saidaning nafasi ichiga tushib ketdi. Va o'sha telefon. Kamron hujjatni stolga tashladi. Sizning nomingizga rasmiylashtirilgan ekan. Endi xonada mutlaq sukunat hukm surardi. Saida stulga cho'kib qoldi. Dilnoza esa hayrat ichida turardi. Chunki u ham bunday burilishni kutmagandi. Ammo eng dahshatlisi hali oldinda edi. Kamron konvert ichidan oxirgi suratni oldi. U suratga bir necha soniya tikilib qoldi. Keyin asta boshini ko'tardi. Bu safar uning ko'zlarida qo'rquv bor edi. Haqiqiy qo'rquv. Bu mumkin emas, dedi u pichirlab. Zaynab opa uning yoniga bordi. Suratga qaradi va birdan stulga o'tirib qoldi. Qo'lini ko'ksiga bosdi. Chunki suratda 20 yil oldingi voqea aks etgan edi. Va o'sha suratda Saida ham bor edi. Ammo uning yonida turgan odamni ko'rgan zahoti Zaynab opaning butun dunyosi ag'darilib ketdi. Chunki u odam allaqachon 15 yil oldin vafot etgan deb hisoblanardi. Kamronning qo'lidagi surat titray boshladi. Zaynab opa esa stulga cho'kkancha suratdan ko'z uzolmay qolgan edi. Xonadagi hamma nima bo'lganini tushunmay turardi. Faqat Saidaning rangi oqarib borayotgandi. U suratni ko'rishga ham jur'at qilmasdi. Nihoyat Akbar oldinga yurdi va suratni onasining qo'lidan oldi. Bir necha soniya tikilib turdi. Keyin uning ham yuzi oqarib ketdi. Bu, dedi u ishonmay. Bu odam. Zaynab opa ko'zlarini yumdi. Go'yo 20 yil davomida ko'mib tashlangan xotira yana tirilib kelgandek edi. Ha, dedi u zo'rg'a. Bu sizlarning otangizning eng yaqin do'sti edi. Hamma jim qoldi. Dilnoza ham nafasini ushlab turardi. Kamron asta so'radi. Lekin u odam 15 yil oldin vafot etgan deb aytmaganmidingiz? Zaynab opa bosh irg'adi. Shunday deb o'ylagandik, dedi u. Lekin bu surat. U gapini tugata olmadi. Saida birdan o'rnidan turib ketdi. Yetar, dedi baland ovozda. Men bu bema'nilikni eshitmayman. U eshik tomon yurmoqchi bo'ldi. Lekin Kamron yo'lini to'sdi. Yo'q, dedi qat'iy. Bu safar hech kim ketmaydi. Saida ukasining ko'zlariga qaradi. Va birinchi marta uning ichida qo'rquv paydo bo'ldi. Chunki Kamron endi eski Kamron emasdi. Endi u javob talab qilayotgan edi.
Bu surat qayerdan chiqqan? Dedi Kamron. Hech kim javob bermadi. Shunda Akbar konvert ichida qolgan kichkina qog'ozni ko'rdi. U qog'oz buklangan edi. Akbar uni ochdi. Bir necha qator yozuv bor edi. U o'qib turib birdan qotib qoldi. Nima yozilgan? Dedi Zaynab opa. Akbar javob bermadi. Kamron qog'ozni qo'lidan tortib oldi va ovoz chiqarib o'qidi. Agar haqiqatni bilmoqchi bo'lsangiz, eski shahardagi 17 uy podvalidagi temir sandiqni oching. Xonadagi hamma bir-biriga qaradi. Yozuv davom etardi. Sizning oilangizdagi eng katta yolg'on o'sha yerda yashiringan. Dilnozaning yuragi tez urib ketdi. Bu voqealar allaqachon undan ham kattaroq sirga aylanib borayotgandi. Kamron yozuvning oxiriga qaradi va muzlab qoldi. Chunki oxirida bitta ism yozilgan edi. O'sha ismni ko'rib Zaynab opa qichqirib yubordi. Yo'q. Uning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Chunki qog'oz oxirida bitta jumla turardi. Buni sizlarga Saydaning haqiqiy onasi qoldirdi. Xonada go'yo vaqt to'xtab qoldi. Sayda esa birdan stulga o'tirib qoldi. Uning yuzidagi qon qochib ketgandi. Dilnoza hech narsani tushunmay Kamronga qaradi. Akbar ham qotib qolgandi. Nihoyat Kamron pichirladi. Qanday qilib? Sayda bizning opamiz-ku. Zaynab opa yuzini qo'llari bilan yopib yig'lab yubordi. Va 20 yil davomida hech kimga aytilmagan sir nihoyat yuzaga chiqish arafasida edi. Saydaning haqiqiy onasi. Bu so'zlar xonaga tashlangan bomba kabi portladi. Bir necha soniya davomida hech kim gapira olmadi. Hatto nafas olish ham og'irlashgandek edi. Sayda stulga cho'kkancha qotib qolgandi. Uning ko'zlari Zaynab opaga qadalgandi. Go'yo umr bo'yi eshitishdan qo'rqqan gapini eshitib qo'ygandek edi. Kamron esa onasiga qaradi. "Oyi", dedi zo'rg'a. "Bu nima degani?" Zaynab opa yig'isini bosishga urindi. Ammo uddalay olmadi. 20 yil davomida ichida saqlagan yuk birdan yelkasiga qaytib tushgandek edi. Nihoyat u gapirdi. "Sayda mening qizim emas." Xonada yana sukunat cho'kdi. Dilnoza hatto yuragi urishini ham eshitib turardi. Akbar birdan o'rnidan turib ketdi. "Nima deyapsiz?" dedi u ishonmay. "Bu mumkin emas." Zaynab opa boshini egdi. "Men ham yillar davomida shu sir bilan yashadim", dedi u. "Otangiz mendan uni sir saqlashimni so'ragan edi." Kamron devorga suyandi. Go'yo oyoqlari bo'shashib ketgandek edi. "Unda Sayda kim?" Zaynab opa ko'zlarini yumdi. "Otangizning do'sti bor edi", dedi u sekin. "Juda yaqin do'sti. Bir kuni o'sha odam halokatga uchradi. Uning xotini ham og'ir kasal edi. Ularning kichkina qizi yetim qolishi mumkin edi. Otangiz qizchaga achindi. Uni uyga olib keldi." Saydaning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. "Demak", dedi u pichirlab. "Men asrab olinganmanmi?" Zaynab opa yig'lab bosh irg'adi. "Ha." Sayda birdan kulib yubordi. Ammo bu kulgi dahshatli edi. Og'riqli edi. 20 yil", dedi u. 20 yil davomida men sizlarni oilam deb bilib yashadim." U birdan Zaynab opaga qaradi. "Nega aytmadingiz?" Zaynab opa yig'lardi. "Chunki seni yo'qotishdan qo'rqdim", dedi u. "Sen bizning qizimiz bo'lib qolganding." Sayda esa boshini chayqadi. "Yo'q", dedi achchiq kulib. "Men hech qachon sizlarning qizingiz bo'lmaganman." Shu payt Akbar birdan qog'ozni qo'liga oldi. "Lekin buni kim yubordi?" dedi u. Agar Saydaning onasi allaqachon vafot etgan bo'lsa, Kamron ham shu haqda o'ylayotgandi. Qog'ozdagi yozuv yangi edi. Uni yaqinda kimdir yozgan edi. Demak, bu sirni biladigan yana kimdir bor edi. Va o'sha odam hali ham tirik edi. Shu payt darvozadan yana taqillatgan ovoz eshitildi. Hamma cho'chib tushdi. Akbar tashqariga chiqdi. Bir daqiqadan keyin qaytib keldi. Bu safar uning rangi oqarib ketgan edi. "Nima bo'ldi?"
dedi Kamron. Akbar javob bermadi. Faqat darvoza tomonga qaradi. Hamma ortiga o'girildi. Hovlining o'rtasida bir kampir turardi. Juda keksa edi. Qo'lida eski yog'och tayoq. Ko'zlari esa g'alati darajada o'tkir edi. U sekin oldinga yurdi. Zaynab opa uni ko'rishi bilan oqarib ketdi. "Siz?" dedi pichirlab. Kampir bosh irg'adi. "Ha", dedi xotirjam. "Nihoyat kelishga majbur bo'ldim." Kamron hayron edi. "Kim bu?" Kampirning nigohi Saydaga tushdi. U uzoq tikilib turdi. Keyin ko'zlari namlandi. "Qizim", dedi sekin. Sayda qotib qoldi. "Nima?" Kampirning qo'llari qaltirardi. "Men seni 22 yildan beri qidiryapman." Xonadagi hamma muzlab qoldi. Chunki aynan o'sha lahzada hamma bir narsani tushundi. Oilani parchalashga yaqin qolgan sir aslida Dilnoza bilan ham, Kamron bilan ham bog'liq emas edi. Bu sir 20 yil oldin boshlangan edi. Va uning haqiqiy markazida Sayda turardi. Kampirning "qizim" degan so'zi Saydaning yuragiga pichoqdek sanchildi. U bir qadam ortga chekindi. Go'yo eshitgan gapiga ishonishni istamayotgandek boshini chayqadi. "Yo'q", dedi u pichirlab. "Yo'q. Bu mumkin emas." Kampir esa yig'lab yubordi. Uning ko'zlaridan oqayotgan yoshlar 20 yillik sog'inchning yoshi edi. "Men seni tanidim", dedi u titroq ovozda. "Chap yelkangdagi yarim oy shaklidagi holingdan tanidim." Sayda qotib qoldi. Chunki bu hol haqida juda kam odam bilardi. Hatto Dilnoza ham yaqinda bilgan edi. Kamron kampirga tikildi. "Siz kimsiz o'zi?" Kampir chuqur nafas oldi. "Mening ismim Robiya", dedi u. "Men Saydaning buvisi bo'laman." Hovlida yana sukunat cho'kdi. Akbar kursiga asta o'tirdi. U bu voqealar qayerga borib taqalishini tasavvur ham qilolmayotgandi. Zaynab opa esa boshini egib yig'lardi. Chunki u bu ayolni juda yaxshi tanirdi. Robiya momo davom etdi. 22 yil oldin qizim Mohira yo'qolgan", dedi u. "Hammaning oldida unga o'ldi deyishgan. Lekin men hech qachon bunga ishonmaganman." Sayda hayrat bilan qaradi. "Demak, onam tirik bo'lishi mumkinmi?" Robiya momo javob berishga shoshilmadi. Avval Kamronga qaradi. Keyin Zaynab opaga. Va nihoyat sekin bosh irg'adi. "Ha", dedi u. "Tirik bo'lishi mumkin." Bu safar hatto Kamron ham nafasi ichiga tushib ketgandek bo'ldi. Chunki voqea kutilmaganda boshqa tomonga burilib ketgandi. Sayda stulga o'tirdi. Oyoqlari qaltirardi. "Agar onam tirik bo'lsa", dedi u. "Nega meni tashlab ketgan?" Robiya momo yig'ladi. "U seni tashlab ketmagan", dedi u qat'iy. "Uni sendan ajratishgan." Bu gapdan keyin Zaynab opa birdan boshini ko'tardi. Uning yuzida dahshat paydo bo'ldi. Kamron buni sezdi. "Oyi", dedi u shubha bilan. "Siz nimanidir bilasiz." Zaynab opa javob bermadi. Ammo uning sukuti hamma narsadan balandroq edi. Robiya momo cho'ntagidan eski sarg'aygan surat chiqardi. Suratdagi yosh ayolning yuzi Saydaga hayratlanarli darajada o'xshardi. Xuddi oynadagi aksdek. Sayda suratni ko'rishi bilan yig'lab yubordi. Chunki ilk marta o'ziga o'xshagan odamni ko'rayotgandi. "Bu mening onammi?" dedi u. Robiya momo bosh irg'adi. "Ha." Sayda suratni bag'riga bosdi. Shu payt Robiya momo yana bir gap aytdi. Va aynan o'sha gap hammani larzaga soldi. "Lekin", dedi u, "sening onang yo'qolgan kuni uning yonida yana bir odam bo'lgan." Kamron qoshlarini chimirdi. "Kim?" Robiya momo Kamronga tikildi. Bir necha soniya hech kim gapirmadi. Keyin u sekin dedi. "Sening otang." Kamronning yuragi bir urushni o'tkazib yubordi. Akbar ham joyidan turib ketdi. Zaynab opa esa yuzini qo'llari bilan yopdi.
Chunki 20 yildan beri yashirilgan eng dahshatli haqiqat nihoyat eshikni taqillatishni boshlagandi. Va endi bu sir faqat Saidaning emas, butun oilaning taqdirini o'zgartirishi mumkin edi. Kamron uzoq vaqt gapira olmadi. Go'yo hovlidagi havo birdan og'irlashib qolgandek edi. Uning quloqlarida faqat bitta jumla aylanardi. Sening otang. Saida ham qotib qolgandi. Qo'lidagi surat titrardi. Robiya momo esa ko'zlarini yerga qadab turardi. Nihoyat Kamron oldinga bir qadam tashladi. Nimani nazarda tutyapsiz? Dedi u bo'g'iq ovozda. Otamning bunga nima aloqasi bor? Robiya momo javob berishdan oldin Zaynab opaga qaradi. Go'yo oxirgi marta imkon berayotgandek. Lekin Zaynab opa indamadi. Shunda kampir chuqur xo'rsindi. Qizingizga haqiqatni aytmagan ekansiz, dedi u sekin. Unda men aytaman. Hamma jim bo'lib qoldi. Hatto hovlidagi daraxt barglari ham qimirlamayotgandek edi. 22 yil oldin, dedi Robiya momo. Mening qizim Mohira juda chiroyli va aqlli qiz edi. Uni ko'rgan odam bir marta qarab unutolmasdi. Saida suratga qaradi. Haqiqatan ham suratdagi ayolning ko'zlari o'zinikiga juda o'xshardi. O'sha paytda, davom etdi kampir, Mohirani 2 yigit sevardi. Kamronning yuragi siqildi. U allaqachon keyingi gapni eshitishdan qo'rqayotgandi. Ulardan biri sening otang edi, dedi kampir. Ikkinchisi esa Mohiraning keyinchalik turmushga chiqqan eri. Akbar peshonasini ushladi. Demak, dedi u. Otam Mohirani sevganmi? Robiya momo bosh irg'adi. Juda qattiq sevgan. Zaynab opaning yelkalari titrab ketdi. Chunki bu voqealarni u ham yaxshi bilardi. Lekin Mohira boshqa yigitni tanladi, dedi kampir. Va oradan 1 yil o'tib Saida tug'ildi. Saida ko'zlarini yumdi. Har bir yangi gap uning hayotini yana qaytadan yozayotgandek edi. Keyin esa Robiya momo to'xtab qoldi. Fojia yuz berdi. Hamma nafasini ushlab turdi. Mohiraning eri avtohalokatda halok bo'ldi. Kampirning ovozi titradi. Oradan 2 oy o'tib Mohira ham g'oyib bo'ldi. Kamron sekin so'radi. Va o'shanda otam Saidani uyga olib kelganmi? Ha, dedi kampir. Lekin bu voqeaning eng dahshatli qismi hali aytilgani yo'q. Saidaning yuragi tez urardi. Qanday dahshatli qism? Robiya momo Kamronga tikildi. Mohira yo'qolgan kuni, dedi u. Uni oxirgi marta sening otang bilan ko'rishgan. Hovlida yana sukunat cho'kdi. Bu safar undan ham og'irroq. Kamron bir necha soniya kampirga tikilib turdi. Keyin boshini chayqadi. Yo'q, dedi qat'iy. Otam bunaqa ish qilmagan. Robiya momo darhol javob bermadi. Men ham yillar davomida shunday o'ylashni istadim, dedi u. Lekin faktlar boshqa narsani ko'rsatardi. Shu payt Saida birdan gapirdi. Agar shunday bo'lsa, dedi u sekin, nega meni asrab oldi? Savol hammaga og'ir botdi. Chunki bu mantiqli savol edi. Agar biror odam yomonlik qilgan bo'lsa, nega o'sha ayolning qizini o'z uyiga olib kiradi? Robiya momo ham bir lahza jim qoldi. Mana shu savolga men ham 22 yildan beri javob izlayapman, dedi u. Shu payt Akbarning ko'zi konvert ichida qolgan yana bir narsaga tushdi. Juda eski kalit. Hech kim avval e'tibor bermagan edi. U kalitni qo'liga oldi. Bu nima? Dedi u. Robiya momo birdan hushyor tortdi. Temir sandiqning kaliti, dedi u. O'sha podvaldagi sandiqning. Kamronning yuragi tez urib ketdi. Chunki ular deyarli unutib qo'ygan narsani yana esladi. Eski shahardagi 17 uy, temir sandiq va oiladagi eng katta yolg'on. Robiya momo asta dedi. Agar haqiqatni bilmoqchi bo'lsangiz, bugun kechqurun o'sha sandiqni ochishingiz kerak. Saida suratni bag'riga bosdi. Kamron esa kalitga tikildi. Negadir uning ichida g'alati his uyg'ongan edi.
Go'yo o'sha sandiq ichida faqat Saidaning emas, uning o'z taqdiri ham yashiringandek tuyulardi. Va u hali bilmasdi. O'sha sandiq ochilgach, bu oilada hech kimning hayoti avvalgidek bo'lib qolmasdi. O'sha kuni kechqurun quyosh ufq ortiga yashiringach, Kamron eski kalitni cho'ntagiga soldi. Saida suratni bag'riga bosgancha mashina tomon yurdi. Akbar ham indamay ortidan ergashdi. Zaynab opa esa hovli o'rtasida qolib ketdi. Ularning ketayotganini ko'rib yig'lab yubordi. Chunki u juda yaxshi bilardi. Agar bugun o'sha sandiq ochilsa, 20 yildan beri saqlab kelgan barcha yolg'onlari ham ochiladi. Eski shaharning chekkasidagi 17 uy allaqachon tashlandiq holga kelgandi. Devorlari yorilgan, derazalari sinib ketgan. Hovlisini yovvoyi o'tlar bosib yotardi. Mashina to'xtaganda Saidaning yuragi gupillab urardi. Go'yo u nafaqat bir uyga, balki o'z o'tmishiga kirib borayotgandek edi. Kamron temir eshikni itardi. G'ijirlagan ovoz qorong'ulikda aks sado berdi. Hamma ichkariga kirdi. Podval eshigi uy orqasida edi. Zang bosgan qulf hali ham joyida turardi. Kamron eski kalitni chiqardi. Bir necha soniya ikkilanib turdi. Keyin kalitni qulfga soldi. G'irt etgan ovoz eshitildi. Qulf ochildi. Akbar fonarni yoqdi. Podvalning ichi nam va sovuq edi. Havodan mog'or hidi kelardi. Burchakda esa katta temir sandiq turardi. Aynan qog'ozda yozilgan sandiq. Saida nafasi qisilib ketganini sezdi. U bilardi. Hozir bir necha soniyadan keyin uning butun hayoti o'zgarishi mumkin edi. Kamron sandiq oldiga bordi. Kalitni yana buradi. Temir qopqoq sekin ko'tarildi. Ichkarida eski hujjatlar, sarg'aygan suratlar va bitta qalin papka bor edi. Papkaning ustida katta harflar bilan yozilgan edi. Agar bu papkani o'qiyotgan bo'lsangiz, demak men tirik emasman. Hamma bir-biriga qaradi. Akbar papkani ochdi. Ichidan qo'lda yozilgan xat chiqdi. Xatning tagida esa bir ism bor edi. Mohira, Saidaning onasi. Saida yig'lab yubordi. Qo'llari titrardi. Kamron esa xatni ovoz chiqarib o'qiy boshladi. Mening ismim Mohira. Agar bu xat sizlarning qo'lingizga tushgan bo'lsa, demak men yillar davomida qo'rqqan kun kelibdi. Kamron yutindi va o'qishda davom etdi. Agar qizim Saida bu satrlarni o'qiyotgan bo'lsa, bilgin, men seni hech qachon tashlab ketmaganman. Saida ko'zlarini yumdi. Yig'isi kuchayib ketdi. Meni sendan majburan ajratishdi. Xonadagi hamma qotib qoldi. Kamron keyingi satrni o'qidi va birdan ovozi titrab ketdi. Meni yo'q qilmoqchi bo'lgan odamlar orasida eng ishongan insonim ham bor edi. Akbar pichirladi. Kim edi u? Kamron keyingi qatorga qaradi va uning yuzi oqarib ketdi. Yo'q, dedi u sekin. Bu bo'lishi mumkin emas. Saida qog'ozni tortib oldi. Ismni o'zi o'qidi va birdan qichqirib yubordi. Chunki xatda yozilgan ism ularning barchasi hurmat qilgan, yillar davomida yaxshi inson deb bilgan odamning ismi edi. Bu ism Kamronning otasi emasdi. Bu undan ham dahshatliroq edi. Xatda yozilgan ism Akbarning otasi edi. Ya'ni Kamron va Akbarning amakisi. Oila ichidagi eng hurmatli odam. Hamma ishonadigan inson. Va aynan shu lahzada ular tushunishdi. 20 yildan beri noto'g'ri odamdan shubhalanib kelishgan. Haqiqiy yovuzlik esa oilaning ichida yashab kelgan edi. Saida xatni qo'lidan tushirib yubordi. Qog'oz podvalning sovuq poliga sirg'alib tushdi. Hamma jim edi. Hatto nafas olishga ham qo'rqayotgandek. Akbar devorga suyanib qoldi. Uning ko'zlari katta-katta ochilib ketgan edi. Yo'q, dedi u pichirlab. Bu yolg'on. Kamron hamon qog'ozga tikilib turardi. Chunki xatda yozilgan ism oddiy ism emas edi. Bu oilaning eng hurmatli odami edi. Hamma maslahat so'rab boradigan. Mahallada obro'si baland. Namozxon. Saxiy.
Odamlar duosini olgan inson. Akbarning otasi Rahmat aka. Saida birdan boshini ko'tardi. Men ishonmayman, dedi u yig'lab. Bitta xat bilan odamni ayblab bo'lmaydi. Shu payt Kamron papka ichida yana bir konvert borligini ko'rdi. U ehtiyotkorlik bilan ochdi. Ichidan eski kasseta chiqdi. Video kasseta. Yillar chang bosib yotgan bo'lsa ham yaxshi saqlangan edi. Akbar qoshlarini chimirdi. Bu nima? Kamron konvert ichidagi yozuvni o'qidi. Agar menga biror narsa bo'lsa, bu yozuvni ko'ring. Saidaning yuragi tez urib ketdi. Bu onamning yozuvimi? Kamron bosh irg'adi. Podvaldagi eski javon ustida chang bosgan videomagnitofon turardi. Go'yo kimdir aynan shu kun uchun qoldirgandek. Akbar uni ulab ko'rdi. Bir necha urinishdan keyin apparat ishga tushdi. Kasseta ichiga solindi. Ekran avval qorong'i bo'ldi. Keyin tasvir paydo bo'ldi. Hamma birdan oldinga engashdi. Ekranda yosh ayol ko'rindi. Mohira, Saidaning onasi. U yig'lagan edi. Ko'zlari shishib ketgan. Go'yo bir necha kundan beri uxlamagandek. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, dedi u titroq ovozda. Demak men o'zimni himoya qila olmaganman. Saida ko'zlarini yumib yubordi. Onasining ovozini birinchi marta eshitayotgandi. Meni kuzatishyapti, dedi Mohira. Men kimga ishonishni bilmay qoldim. Kamera bir lahza qaltiradi. Ayol ortiga qaradi. Go'yo kimdandir qo'rqayotgandek. Keyin yana gap boshladi. Rahmat aka. Podval ichida hamma qotib qoldi. Men sizni akamdek bilgan edim, dedi Mohira yig'lab. Lekin siz meni sotdingiz. Akbarning oyoqlari bo'shashib ketdi. U kursiga cho'kib qoldi. Yo'q, dedi u boshini chayqab. Otam bunaqa odam emas. Ammo video davom etardi. Men sizlarning noqonuniy ishlaringizni bilib qoldim, dedi Mohira. Shuning uchun meni yo'q qilishmoqchi. Kamron va Saida bir-biriga qarashdi. Bu voqea endi oddiy oilaviy sir emasdi. Bu jinoyat edi. Yillar davomida yashirilgan jinoyat. Shu payt video ichidagi Mohira birdan stol ustidagi hujjatlarni ko'rsatdi. Agar menga biror narsa bo'lsa, dedi u, bu papkadagi hujjatlarni politsiyaga bering. Akbar tez papkani titkilay boshladi. Ichidan bank hujjatlari, eski shartnomalar va bir nechta suratlar chiqdi. Lekin oxirgi suratni ko'rib hamma muzlab qoldi. Suratdagi odam Rahmat aka edi. Uning yonida esa yana bir erkak turardi. Kamronning qo'lidagi fonar titrab ketdi. Chunki u odamni tanirdi. Juda yaxshi tanirdi. Bu, dedi u bo'g'ilib. Bu mening otam. Hamma suratga yaqinlashdi. Suratning orqa tomonida sana yozilgan edi. Va eng dahshatlisi, surat Mohira g'oyib bo'lishdan atigi 2 kun oldin olingan edi. Demak, Rahmat aka yolg'iz bo'lmagan. Kamronning otasi ham bu sirning ichida bo'lgan. Podvaldagi havo birdan muzdek bo'lib ketgandek tuyuldi. Chunki ular endi bitta emas, 2 ta odamdan shubhalanishlari kerak edi. Va eng qo'rqinchlisi, ikkalasi ham allaqachon vafot etgan edi. Demak, haqiqatni aytib bera oladigan odamlar yo'q edi. Yoki Kamron suratni yana bir bor sinchiklab ko'rdi. Va birdan uning ko'zlari kattalashib ketdi. Chunki suratning eng chekkasida yarim qismi ko'rinib turgan 3-chi odam ham bor edi. Va u odam hali tirik edi. Kamronning qo'lidagi surat qaltirardi. U fonarni suratning burchagiga yaqinroq tutdi. Avval hech kim e'tibor bermagan 3-chi odamning yuzi asta-sekin ravshanlashdi. Bir necha soniya davomida hamma sukut saqladi. Keyin Saida birdan nafasi ichiga tushib ketgandek bo'ldi. Yo'q, dedi u pichirlab. Bu odamni men taniyman. Akbar darhol unga qaradi. Kim? Saida javob bera olmadi. Chunki tomog'iga nimadir tiqilib qolgandek edi. Nihoyat u suratga barmog'ini tekkizdi. Bu, dedi zo'rg'a.
Bu Bahrom aka. Kamronning yuragi gupillab urib ketdi. Bahrom aka. Ularning mahallasidagi hurmatli inson. Otalarining eng yaqin do'sti. Har bayramda uylariga keladigan. Otalari vafot etgandan keyin ham oiladan uzoqlashmagan odam. Akbar boshini chayqadi. Yo'q. Bu tasodif, dedi u. Suratda birga tushgan bo'lishi mumkin. Lekin o'zi ham gapiga ishonmayotgandi. Chunki suratdagi uchala erkakning yuzida g'alati jiddiylik bor edi. Go'yo oddiy uchrashuv emas. Qandaydir kelishuv bo'layotgandek. Kamron suratning orqasini ag'dardi. Va u yerda yana bir yozuv borligini ko'rdi. Oqartirib yozilgan kichkina jumla. Uchinchi odam hamma narsani biladi. Podval ichida yana sovuq sukunat cho'kdi. Sayda stulga cho'kdi. Demak, dedi u sekin. Agar haqiqatni bilmoqchi bo'lsak, Bahrom akani topishimiz kerak. Kamron bosh irg'adi. Shu payt videodagi tasvir yana jonlandi. Mohira oxirgi marta kameraga qaradi. Uning ko'zlarida dahshat bor edi. Agar men yo'qolib qolsam, dedi u yig'lab. Bahromdan so'rang. Kamera birdan titradi. Eshik taraqlab ochilgandek ovoz eshitildi. Mohira cho'chib ortiga qaradi. Keyin tasvir uzilib qoldi. Ekran qorayib ketdi. Hamma bir necha soniya qimirlamay qoldi. Nihoyat Kamron chuqur nafas oldi. Boramiz, dedi qat'iy. Hozirning o'zida. Tungi soat 11 dan o'tgandi. Shunga qaramay ular podvaldan chiqib mashinaga o'tirdilar. Yo'l davomida hech kim gapirmadi. Har kim o'z o'ylariga g'arq edi. Sayda esa suratni qo'yib yubormasdi. U umrida birinchi marta onasining ovozini eshitgan edi. Va endi haqiqatga juda yaqin kelib qolgandek tuyulardi. Bahrom akaning hovlisi shaharning narigi chekkasida edi. Ular darvoza oldiga yetib kelishganda hovli qorong'i edi. Faqat ikkinchi qavatdagi bitta derazada chiroq yonib turardi. Kamron qo'ng'iroqni bosdi. 1 marta, 2 marta, 3-chi marta. Nihoyat ichkaridan qadam tovushlari eshitildi. Darvoza ochildi. Bahrom aka eshik oldida paydo bo'ldi. U avval Kamronga qaradi. Keyin Akbarga. So'ng Saydani ko'rdi. Va aynan o'sha lahzada uning yuzidagi rang qochib ketdi. Go'yo arvoh ko'rgandek ortga bir qadam tashladi. Siz, dedi u pichirlab. Bu mumkin emas. Kamron darhol suratni uning oldiga tutdi. Bizga javob kerak, dedi sovuq ovozda. Bahrom akaning qo'llari titray boshladi. U suratga uzoq tikildi. Keyin ko'zlarini yumdi. Go'yo 22 yil davomida kutgan kun nihoyat kelgandek edi. Ichkariga kiringlar, dedi u charchagan ovozda. Men endi charchadim. Hamma uyga kirdi. Mehmonxonaga o'tirdi. Bahrom aka bir necha daqiqa jim qoldi. So'ng sekin dedi. Men 22 yil davomida shu kun kelishdan qo'rqib yashadim. Saydaning yuragi tez urardi. Onamga nima bo'lgan? Dedi u titrab. Bahrom aka ko'zlarini unga qaratdi. Va uning ko'zlarida yosh qalqib chiqdi. Qizing, dedi u pichirlab. Sening onang o'lmagan. Xonadagi hamma birdan qotib qoldi. Kamron ham, Akbar ham, hatto Sayda ham nafas olishni unutdi. Bahrom aka boshini egdi va 22 yillik sirni ochadigan gapni aytdi. Mohira hozir ham tirik. Bu gap xonaga sig'may qolgandek edi. Sayda bir necha soniya Bahrom akaga tikilib qoldi. Keyin birdan kulib yubordi. Lekin bu quvonch kulgisi emasdi. Bu 22 yillik alam va umidsizlikdan tug'ilgan kulgi edi. Yo'q, dedi u boshini chayqab. Yo'q. Siz meni aldayapsiz. Bahrom aka esa indamadi. Faqat ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Kamron stolga suyanib oldinga egildi. Agar tirik bo'lsa, dedi u qattiq ovozda. Qayerda? Bahrom aka javob berishga shoshilmadi. Go'yo shu savoldan eng ko'p qo'rqqandek edi.
Nihoyat u chuqur xo'rsindi. Men bilmayman, dedi u. Xonada birdan g'azab portladi. Nima deganingiz bu? Akbar o'rnidan sakrab turdi. Avval tirik deysiz, keyin bilmayman deysiz. Bahrom aka ko'zlarini yumdi. Chunki bu haqiqat, dedi u. Men uni oxirgi marta 22 yil oldin ko'rganman. Saida ko'z yoshlarini artdi. Unda qayerdan bilasiz tirikligini? Bahrom aka asta o'rnidan turdi. Javon oldiga bordi. Kalit olib eski tortmani ochdi. Ichidan kichkina temir quti chiqardi. Qutini stol ustiga qo'ydi. Uning qo'llari qaltirardi. Mana shundan, dedi u. Quti ichidan o'nlab xatlar chiqdi. Oqartgan konvertlar. Turli yillarga tegishli pochta muhrlari. Kamron bittasini oldi. Sana 5 yil avvalgi edi. Ikkinchisi 3 yil avvalgi. Yana biri 8 oy oldingi. Hammasining oxirida bir xil imzo bor edi. Mohira. Saida nafasini ushlab qoldi. Onamning xatlari. Bahrom aka bosh irg'adi. Ha, dedi u. U menga har bir necha yilda bir marta yozardi. Akbar darhol so'radi. Unda nega topmadingiz? Bahrom aka achchiq kulib yubordi. Chunki u har safar boshqa manzildan yozardi, dedi u. Va har safar bitta narsani takrorlardi. Kamron xatlardan birini ochdi. Ichkarida atiga bitta jumla yozilgan edi. Qizimni kuzating, lekin meni qidirmang. Saidaning qo'llari muzlab ketdi. U boshqa xatni ochdi. Unda ham shunga o'xshash gap bor edi. Men tirikman. Saida xavfsiz bo'lsa bo'ldi. 3-xatda esa yanada g'alatiroq jumla yozilgan edi. Ular hali ham meni qidirmoqda. Kamronning qoshlari chimirildi. Ular kim? Bahrom aka uzoq sukut saqladi. So'ng sekin dedi. Mana shu savol tufayli Mohira 22 yil yashirinib yurdi. Hamma jim bo'ldi. Bahrom aka davom etdi. Sizlar o'ylagandan ham katta voqea bo'lgan, dedi u. Bu oddiy oilaviy sir emas. Shu payt u stol ostidan yana bir papka chiqardi. Bu papka podvaldagisidan ham eski edi. Ustida chang bosgan yozuv bor edi. 1999 yil. Maxfiy. Kamron papkani ochdi. Birinchi sahifani ko'rishi bilan yuragi muzlab ketdi. Bu politsiya hujjati edi. Unda Mohiraning rasmi bor edi. Pastida esa dahshatli yozuv turardi. Davlat mablag'larini o'g'irlash bo'yicha guvoh. Akbar hayratdan qotib qoldi. Nima? Bahrom aka boshini egdi. Mohira tasodifan juda katta jinoyatga guvoh bo'lib qolgan, dedi u. Va o'sha kundan boshlab uning hayoti tugagan. Saida ko'zlarini yumdi. Demak, onasi qochib ketmagan. Uni qo'rqitishgan, ta'qib qilishgan, yashirinishga majbur qilishgan. Shu payt Bahrom aka yana bir gap aytdi. Va bu gap hammadan ko'ra Kamronni larzaga soldi. Eng yomoni, dedi u. Bu ishda sizlarning otalaringiz jinoyatchi emas edi. Kamron birdan boshini ko'tardi. Nima? Bahrom aka davom etdi. Ular Mohirani himoya qilishga harakat qilishgan. Xonada yana sukunat cho'kdi. Chunki bu butun hikoyani teskari aylantirib yuboradigan gap edi. 22 yil davomida gumon qilingan odamlar aslida qutqarishga uringan bo'lishi mumkin edi. Demak, haqiqiy dushman hali ham noma'lum edi. Va aynan shu paytda Bahrom akaning telefoni jiringlab ketdi. Yarim tunda kelgan qo'ng'iroq. Bahrom aka ekranga qaradi. Va rangi oqarib ketdi. Qo'llari titray boshladi. Kamron buni darhol sezdi. Kim bu? deb so'radi. Bahrom aka javob bermadi. Telefon ekranini ularga ko'rsatdi. Ekranda atiga 2 so'z yozilgan edi. Mohira qo'ng'iroq qilmoqda. Bu yozuvni ko'rgan zahoti xonadagi hamma qotib qoldi. Saida hatto nafas olishni ham unutdi. Uning butun tanasi titray boshladi. 22 yil.
22 yil davomida faqat suratlarda va xatlarda yashagan ayol hozir qo'ng'iroq qilayotgan edi. Bahrom aka telefonga qarab turardi. Go'yo qo'ng'iroqqa javob berishga qo'rqayotgandek. Telefon tinmay jiringlardi. Nihoyat Kamron baqirib yubordi. "Ochib javob bering." Bahrom aka cho'chib ketdi va yashil tugmani bosdi. Xonada mutlaq sukunat hukm surdi. Telefon karnayga qo'yildi. Bir necha soniya davomida faqat shovqin eshitildi. Keyin ayol kishining juda past, juda ehtiyotkor ovozi yangradi. "Bahrom aka." Saida o'rnidan sakrab turdi. Ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Chunki bu ovozni u videodan eshitgan edi. Aynan shu ovoz. Mohiraning ovozi. "Menman", dedi Bahrom aka titrab. "Mohira." Narigi tomonda bir necha soniya sukut saqlandi. Keyin ayol sekin so'radi. "Ular yoningizdami?" Bahrom aka atrofga qaradi. "Ha", dedi u. "Hammasi shu yerda." Yana sukut. So'ng ayolning nafasi titrab eshitildi. "Saida ham bormi?" Bu safar Saidaning o'zi telefonga yopishdi. "Men shu yerdaman", dedi yig'lab. "Ona." Narigi tomonda birdan yig'i ovozi eshitildi. Hech kim gapirmadi. Faqat ikki ayolning yig'isi eshitilib turardi. Bir-birini umrida ko'rmagan, lekin qon bilan bog'langan ona va qiz yig'isi. Nihoyat Mohira gapira oldi. "Qizim", dedi u. "Kechir meni." Saida telefonni ikki qo'llab ushlab oldi. "Nega?" dedi yig'lab. "Nega meni tashlab ketdingiz?" Narigi tomonda yana sukut cho'kdi. Keyin Mohira qattiq yig'lab yubordi. "Men seni tashlab ketmaganman", dedi u. "Seni saqlab qolganman." Kamron va Akbar bir-biriga qarashdi. Mohira davom etdi. "Agar o'sha kuni seni olib ketmaganimda, ular seni ham yo'q qilishardi." Xonadagi hamma muzlab qoldi. Kamron asta so'radi. "Ular kim?" Bir necha soniya javob bo'lmadi. So'ng Mohira juda past ovozda gapirdi. "U odam hali ham tirik." Bahrom akaning yuzi oqarib ketdi. "Kim?" dedi u shivirlab. Mohira javob berdi. Va aynan shu javob hammani larzaga soldi. "Sizlar uni taniysizlar", dedi u. "Har kuni ko'rasizlar." Xonada sovuq sukunat cho'kdi. Akbarning yuragi tez urardi. Kamronning ham. "Ismini ayting", dedi Kamron. Mohira chuqur nafas oldi. Go'yo 22 yillik qo'rquv bilan kurashayotgandek. Keyin sekin dedi. "Men telefonda ayta olmayman." Kamron mushtini tugdi. "Nega?" Mohira javob berdi. "Chunki u odam meni hali ham kuzatyapti." Shu payt telefonda g'alati shovqin eshitildi. Go'yo kimdir boshqa liniyaga ulanib qolgandek. Mohira birdan jim bo'lib qoldi. Nafasi tezlashdi. "Yo'q", dedi u vahima bilan. "Ular meni topishdi." Bahrom aka o'rnidan turib ketdi. "Mohira, nima bo'ldi?" Narigi tomondan eshik qarsillab ochilgandek ovoz eshitildi. Keyin erkak kishining xira tovushi. So'ng Mohiraning qichqirig'i. "Qochinglar. Unga ishonmanglar." Aloqa uzilib qoldi. Telefon ekrani qorayib ketdi. Xonada hech kim qimirlamay qoldi. Saida yig'lagancha telefonni quchib o'tirardi. Kamron esa qotib qolgan edi. Chunki Mohira oxirgi gapida bir ismni aytishga ulgurayotgandi. Va Kamron qasam ichishi mumkin edi. U o'sha ismning birinchi bo'g'inini eshitgandi. O'sha bitta bo'g'in Kamronning miyasida bolg'adek jaranglab turardi. Telefon allaqachon o'chgan edi. Lekin u ovoz hanuz qulog'idan ketmayotgandi. Saida esa yig'idan titrardi. U 22 yildan keyin onasining ovozini eshitdi. Va bir necha daqiqadan keyin uni yana yo'qotdi. Bahrom aka darhol qayta qo'ng'iroq qildi. 1 marta, 2 marta, 10 marta. Lekin telefon o'chirilgan edi. Nihoyat u telefonni stol ustiga tashladi.
Kech qoldik, dedi u siniq ovozda. Men juda kech qoldim. Kamron birdan o'rnidan turdi. Yo'q, dedi qat'iy. Bu safar kech qolmaymiz. Akbar ham turdi. Lekin qayerga boramiz? Kamron chuqur o'ylardi. Mohira qo'ng'iroq qilgan. Demak, u hali tirik. Va eng muhimi, u qo'rqayotgan odamning ismini aytishga ulgurgan edi. Yoki deyarli ulgurgan edi. Za. Kamron bu bo'g'inni takrorladi. Za. Bahrom aka birdan boshini ko'tardi. Uning yuzidagi rang yana oqarib ketdi. Kamron buni darhol sezdi. Nima bo'ldi? Bahrom aka javob bermadi. Faqat kursiga sekin o'tirdi. Go'yo oyoqlari bo'shashib ketgandek edi. Yo'q, dedi u pichirlab. Bo'lishi mumkin emas. Akbar uning yoniga bordi. Nimani bilasiz? Bahrom aka qo'llari bilan yuzini yopdi. Bir necha soniya o'tib zo'rg'a gapira oldi. Bir odam bor edi, dedi u. 22 yil oldin. Kamron yuragi tez urayotganini sezdi. Kim? Bahrom aka javob berdi. Zafar. Xonada mutlaq sukunat cho'kdi. Saida ham yig'idan to'xtab qoldi. Akbar qoshlarini chimirdi. Qaysi Zafar? Bahrom aka boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida dahshat bor edi. Zafar Qodirov, dedi u. O'sha paytda hokimiyatdagi eng ta'sirli odamlardan biri. Kamron bu ismni eshitgan edi. Juda ko'p eshitgan edi. Chunki Zafar Qodirov hozir ham mashhur edi. Televizorda chiqardi. Gazetalarda maqolalari bosilardi. Xayriya ishlari bilan tanilgan hurmatli inson edi. Saida hayrat bilan qaradi. Siz aytmoqchimisiz? Dedi u. Onam 22 yil davomida undan yashirinib yurganmi? Bahrom aka bosh irg'adi. Ha. Shu payt eshik taqilladi. Juda qattiq. Juda kutilmagan tarzda. Hamma cho'chib tushdi. Yarim tun bo'lgandi. Bu vaqtda kim kelishi mumkin? Akbar asta deraza tomon yurdi. Pardani sal ochdi. Va birdan rangi oqarib ketdi. Kamron, dedi u shivirlab. Tashqarida 3 ta qora mashina turibdi. Xonadagi havoning o'zi muzlab qolgandek bo'ldi. Bahrom aka kursdan sapchib turdi. Ular, dedi vahima bilan. Ular meni topishdi. Kamron darhol deraza yoniga bordi. Hovlida haqiqatan ham 3 ta qora mashina turardi. Ulardan bir necha erkak tushayotgandi. Hammasi qora kiyimda. Politsiyami? Dedi Saida. Bahrom aka boshini keskin chayqadi. Yo'q, dedi u. Agar ular politsiya bo'lganida eshikni taqillatmasdi. Eshik yana taraqlab urildi. Bu safar yanada qattiqroq. So'ng tashqaridan erkak ovozi eshitildi. Bahrom aka, dedi sovuq ovoz. Biz bilamizki mehmonlaringiz bor. Kamronning yuragi bir urushni o'tkazib yubordi. Chunki u ovozni tanidi. Juda yaxshi tanidi. Bu ovozni u bolaligidan eshitib kelgan edi. Mahalla yig'inlarida, to'ylarda, televizorda. Bu Zafar Qodirovning shaxsiy haydovchisi edi. Demak, tashqaridagi odamlar tasodifan kelmagan edi. Ular aynan shu yerga, aynan ular uchun kelgan edi. Va eng dahshatlisi, demak Mohiraning qo'ng'irog'idan keyin atigi 10 daqiqa o'tib bu odamlar yetib kelgan. Bu esa bitta narsani anglatardi. Ularni kimdir kuzatib turgan edi. Butun vaqt davomida. Eshik 3-marta taraqlab urildi. Bu safar oynalar ham zirillab ketdi. Saida beixtiyor Kamronning yoniga yaqinlashdi. Uning qo'llari muzdek edi. Bahrom aka esa oqarib ketgan yuzini kaftlari bilan artdi. Ular meni emas, dedi u bo'g'iq ovozda. Ular Mohirani qidirishyapti. Kamron eshik tomonga qaradi. Ichkarida qo'rquv bor edi. Lekin undan kuchliroq narsa ham bor edi. G'azab. 22 yil davomida bir ayolni yashirinishga majbur qilgan odamlar endi uning oilasiga ham yetib kelgandi.
Tashqaridan yana ovoz eshitildi. Bahrom aka, dedi o'sha erkak. Biz muammo qilishni istamaymiz. Faqat mehmonlaringiz bilan gaplashamiz. Akbar istehzo bilan kulib yubordi. Yarim tunda 3 ta mashina bilan kelib gaplashamiz emish. Bahrom aka deraza oldiga bordi. Pardani sal ochdi va birdan orqaga tisarilib ketdi. Go'yo arvoh ko'rgandek. Yo'q, dedi pichirlab. Bu yomon. Kamron uning yelkasidan ushladi. Nima bo'ldi? Bahrom aka zo'rg'a gapirdi. Haydovchi emas, dedi u. Zafarning o'zi kelibdi. Xonada yana sukunat cho'kdi. Saida yuragi urishini eshitib turardi. Zafar Qodirov, 22 yillik sir markazidagi odam. Hozir ularning darvozasi oldida turardi. Shu payt telefon jiringladi. Hamma cho'chib tushdi. Bahrom akaning telefoni edi. Ekranda noma'lum raqam. Kamron darhol oldi. Alo. Bir necha soniya jimlik bo'ldi. Keyin ayolning juda past ovozi eshitildi. Mohira. Kamron, dedi u shoshilib. Vaqt yo'q. Kamronning yuragi tez urib ketdi. Qayerdasiz? Mohira javob bermadi. Meni eshit, dedi u. Agar Zafar u yerga kelgan bo'lsa, demak u sandiq ochilganini biladi. Akbar yaqinroq keldi. U nima istaydi? Mohira nafasi titradi. Sandiqdagi oxirgi hujjatni. Hamma bir-biriga qaradi. Qaysi hujjat? Dedi Kamron. Narigi tomonda qisqa sukut bo'ldi. So'ng Mohira sekin dedi. Papkaning ichida yashirin cho'ntak bor. Bahrom aka birdan boshini ko'tardi. Nima? Mohira davom etdi. Men hamma narsani yozib qoldirganman. Ismlar, hisob raqamlari, guvohlar. Kamron darhol papkani oldi. Uni titkilay boshladi. Haqiqatan ham orqa muqovasi ichida sezilmaydigan yashirin bo'lim bor edi. U yerdan yubka konvert chiqdi. Bahrom akaning yuzi oqarib ketdi. Xudoyim, dedi u. Men 20 yil davomida buni bilmagan ekanman. Shu payt tashqaridan qattiq zarba eshitildi. Darvozaning qulfini sindirishayotgandi. Mohiraning ovozi telefonda vahimaga tushdi. Ularni hujjatga yaqinlashtirmang, dedi u. Chunki o'sha konvertda faqat mening taqdirim emas. U gapini tugatolmadi. Kamron shoshildi. Yana nima bor? Mohira chuqur nafas oldi va keyingi gapni aytdi. Saidaning haqiqiy otasi kimligi yozilgan. Xonadagi vaqt go'yo to'xtab qoldi. Saida oqarib ketdi. Akbar ham, Bahrom aka ham. Kamron esa qo'lidagi konvertga tikilib qoldi. Chunki shu lahzagacha hamma Mohiraning sirini izlayapmiz deb o'ylagandi. Aslida esa eng katta sir hali ochilmagan edi. Va ehtimol Saidaning butun hayotini ag'darib yuboradigan haqiqat aynan o'sha konvert ichida yashiringan edi. Darvoza yana qarsillab urildi. Bu safar temirning egilgan ovozi eshitildi. Tashqaridagi odamlar uzoq kutmoqchi emasdi. Saida esa konvertga tikilgancha qotib qolgandi. Uning quloqlarida faqat bitta jumla aylanardi. Saidaning haqiqiy otasi 22 yil davomida onasini qidirdi. Endi esa otasi haqidagi haqiqat ham yolg'on bo'lib chiqishi mumkin edi. Kamron konvertni qo'liga oldi. Qo'llari qaltirardi. Bahrom aka unga yaqinlashdi. Ochma, dedi birdan. Hamma unga qaradi. Nega? Dedi Akbar. Bahrom aka chuqur xo'rsindi. Chunki ba'zi haqiqatlar odamni ozod qilmaydi, dedi u. Ba'zida ular odamni sindiradi. Saida asta boshini ko'tardi. Ko'zlari yoshga to'lgan edi. Men 22 yil yolg'on bilan yashadim, dedi u. Endi haqiqatdan qo'rqmayman. Shu payt tashqaridan oynaning sinish ovozi keldi. Kimdir hovliga kirgandi. Vaqt tugayotgan edi. Kamron konvertni ochdi. Ichidan bitta surat va bir necha sahifa hujjat chiqdi. Avval surat tushib ketdi.
Akbar uni olib qaradi va birdan oqarib ketdi. Yo'q, dedi pichirlab. Kamron suratni tortib oldi. Suratdagi odamni ko'rishi bilan uning yuragi muzlab qoldi. Chunki u odamni hamma tanirdi. Juda yaxshi tanirdi. Bu Zafar Qodirov emas edi. Bu Rahmat aka ham emas edi. Bu Kamronning marhum otasi edi. Saida suratga tikilib qoldi. Surat orqasida bitta jumla yozilgan edi. Saidaning biologik otasi. Xonada mutlaq sukunat cho'kdi. Akbar stulga cho'kib qoldi. Chunki bu bitta narsani anglatardi. Saida va Kamron begona emas edi. Ular bir otadan edi. Saida ko'zlarini katta ochdi. Bir necha soniya davomida gapira olmadi. Keyin boshini chayqay boshladi. Yo'q, dedi titrab. Yo'q. Bahrom aka esa yig'lab yubordi. Mohira va Kamronning otasi bir-birini sevgan, dedi u. Lekin u paytda Kamronning otasi allaqachon uylangan edi. Hamma qotib qoldi. Demak, Mohira boshqa erkakka turmushga chiqqan bo'lsa ham, Saidaning haqiqiy otasi boshqa odam bo'lgan. Va bu sirni faqat bir necha kishi bilgan. Kamron devorga suyandi. Uning boshi aylanardi. Saida esa yig'lay boshladi. Chunki bir necha soat ichida u nafaqat onasini qayta topdi, balki ukasini ham topgan edi. Shu payt tashqaridan o'q ovozi eshitildi. Bang! Hamma cho'chib tushdi. Deraza chil-chil bo'lib sindi. Bahrom aka Kamronni yerga tortdi. Ikkinchi o'q ham uchib keldi. Yotinglar, deb baqirdi u. Tashqarida allaqachon jang boshlangandi. Zafar Qodirov odamlari hujjatlarni qo'lga kiritish uchun kelgandi. Va endi ular haqiqat ochilishiga bir qadam qolganini bilishardi. Lekin aynan shu lahzada Kamron qo'lidagi hujjatlarning oxirgi sahifasiga ko'zi tushdi. Va u yerda yozilgan bir jumla butun voqeani yana ag'darib yubordi. Chunki oxirgi satrda Mohiraning o'z qo'li bilan yozilgan so'zlar turardi. Agar siz bu hujjatni o'qiyotgan bo'lsangiz, demak men allaqachon Zafarni emas, undan ham xavfli odamni fosh qilishga ulgurmaganman. Kamronning yuragi muzlab ketdi. Chunki pastdagi ismni ko'rishi bilan u tushundi. Zafar Qodirov ham aslida kimningdir qo'lidagi oddiy qo'g'irchoq bo'lgan ekan. Kamronning qo'lidagi qog'oz titrardi. Tashqarida o'qlar ovozi yangrardi. Derazalarning siniqlari polga sochilib yotardi. Lekin u hozir o'sha birgina ismga tikilib qolgandi. Chunki qog'oz oxirida yozilgan ismni ko'rib, uning yuragi go'yo urishdan to'xtagandek bo'ldi. Yo'q, dedi u pichirlab. Bu mumkin emas. Akbar darhol qog'ozni tortib oldi. Bir soniya qaradi. Keyin uning ham yuzi oqarib ketdi. Saida yig'idan to'xtab ularga qaradi. Kim? Dedi u titrab. Kim ekan? Hech kim javob bermadi. Nihoyat Bahrom aka qog'ozga qaradi va qo'llari qaltiray boshladi. Xudoyim, dedi u bo'g'iq ovozda. Demak, men shuncha yil adashibman. Saida sabri tugadi. Aytinglar, deb baqirdi u. Kim? Kamron asta boshini ko'tardi. Ko'zlarida dahshat bor edi. Zaynab opa, dedi u. Xonadagi havo muzlab qolgandek bo'ldi. Saida qotib qoldi. Akbar ham. Hatto Bahrom aka ham ko'zlarini yumib oldi. Chunki qog'ozdagi ism aynan Zaynab opaning ismi edi. Mohiraning yozuvida shunday satr bor edi. Agar men yo'qolib qolsam, bilingki, Zafar buyruqlarni bajaradi. Lekin hamma narsani biladigan va boshqaradigan odam Zaynabdir. Saida stulga cho'kib qoldi. Uning miyasiga bu sig'masdi. Zaynab opa, ularning mehribon onasi. U 22 yil davomida uni katta qilgan ayol. Yo'q, bu mantiqsiz edi. Bahrom aka esa boshini egdi. Endi tushunyapman, dedi u. Nega Mohira har safar Zaynabdan qo'rqardi? Kamron mushtlarini tugdi. Yo'q, dedi u. Onam bunaqa emas. Shu payt telefon yana jiringladi. Bu safar Kamronning telefoni edi. Ekranda bitta ism yonardi. Zaynab opa.
Hamma telefonga qaradi. Kamron javob berdi. Narigi tomondan yig'i eshitildi. Kamron, dedi Zaynab opa. Meni tingla. Kamronning ovozi sovuq edi. Nima uchun? Zaynab opa yig'lardi. Chunki senlar hozir o'lim xavfi ichidasizlar. Xonada hamma bir-biriga qaradi. Nima demoqchisiz? Dedi Kamron. Zaynab opa chuqur nafas oldi. U yerdan darhol chiqinglar, dedi u. Hozir. Shu payt tashqarida portlash ovozi yangradi. Hovlidagi mashinalardan biri alangalanib ketdi. Odamlarning baqirig'i eshitildi. Bahrom aka derazadan qaradi va birdan hayratdan qotib qoldi. Bu nima? Dedi u. Kamron ham qaradi. Hovliga yana boshqa mashinalar kirib kelayotgandi. Qurollangan odamlar. Lekin ular Zafarning odamlari emasdi. Ular boshqa guruh edi. Va ular Zafarning odamlariga qarata o'q uzayotgandi. Tashqarida haqiqiy jang boshlangandi. Telefonda esa Zaynab opaning ovozi titrardi. Men sizlarga yolg'on gapirdim, dedi u. Juda ko'p yolg'on gapirdim. Saida nafasi ichiga tushib ketdi. Unda hatdagi gaplar rostmi? Dedi u yig'lab. Bir necha soniya sukut bo'ldi. Keyin Zaynab opa javob berdi. Yo'q, dedi u. Hatdagi eng katta yolg'on ham shu. Kamron qotib qoldi. Nima? Zaynab opaning keyingi gapi esa butun voqeani yana bir marta ag'darib yubordi. Saida, dedi u sekin. Kamronning singlisi emas. Hamma muzlab qoldi. Chunki bir necha daqiqa oldin haqiqat deb qabul qilingan narsa ham yolg'on bo'lib chiqayotgandi. Va aynan shu lahzada ular tushunishdi. 22 yil davomida yashirilgan sirning hali eng chuqur qatlami ochilmagan edi. Saida Kamronning singlisi emas. Bu gap telefondan yangragan zahoti xonadagi hamma qotib qoldi. Go'yo vaqt yana bir marta to'xtagandek edi. Saida stulga mahkam yopishib oldi. Uning ko'zlaridagi yoshlar ham qurib qolgandek edi. Kamron esa telefonni qulog'iga bosgancha jim turardi. Nihoyat u zo'rg'a gapirdi. Oyi, dedi bo'g'iq ovozda. Unda kim yolg'on gapiryapti? Telefonda Zaynab opaning yig'isi eshitildi. Hamma, dedi u. Bu hikoyada deyarli hamma yolg'on gapirgan. Tashqarida o'qlar ovozi davom etardi. Lekin endi hech kim unga e'tibor bermayotgandi. Chunki xonada undan ham dahshatli urush ketayotgandi. Haqiqat bilan yolg'on urushi. Bahrom aka telefon tomon yaqinlashdi. Zaynab, dedi u qattiq ovozda. Endi yetar. Hammasini ayt. Narigi tomonda uzoq sukut cho'kdi. Keyin Zaynab opa chuqur nafas oldi. 22 yil oldin, dedi u. Mohira yo'qolmagan. Saida ko'zlarini yumdi. Unda nima bo'lgan? Zaynab opa javob berdi. Men uni yashirganman. Bu safar Bahrom aka kursdan turib ketdi. Nima? Dedi u baqirib. Sen meni 22 yil aldaganmisan? Zaynab opa yig'lardi. Men boshqa yo'l topolmaganman, dedi u. Ularni to'xtatib bo'lmasdi. Kamronning yuragi tez urardi. Kimlarni? Zaynab opa javob berdi. Mohirani o'ldirmoqchi bo'lgan odamlarni. Saida telefonni tortib oldi. Unda nega meni onamdan ajratdingiz deb yig'ladi u. Narigi tomonda ham yig'i eshitildi. Chunki seni olib ketishmoqchi edi, dedi Zaynab opa. Ular Mohirani emas, seni qidirayotgan edi. Xonadagi hamma bir-biriga qaradi. Bu safar hech kim hech narsani tushunmayotgandi. Nega meni? Dedi Saida. Zaynab opa bir necha soniya jim qoldi. Keyin sekin dedi. Chunki sen oddiy qiz emassan. Kamronning yuragi yana siqildi. Nimani nazarda tutyapsiz? Zaynab opa javob berdi. Saidaning haqiqiy otasi haqida yozilgan hujjatlar yolg'on, dedi u. Mohira buni ataylab yozgan. Bahrom aka boshini chayqadi. Yo'q, bu mantiqsiz.
Zaynab opa esa davom etdi. Mohira qizini himoya qilish uchun o'nlab yolg'on izlar qoldirgan, dedi u. Agar kimdir hujjatlarni topsa, asl haqiqatga yetib bormasin deb. Shu payt tashqarida yana portlash ovozi eshitildi. Deraza romlari qaltirab ketdi. Kamron esa faqat bitta narsani o'ylardi. Agar hamma hujjatlar yolg'on bo'lsa, unda haqiqat qayerda? Go'yo Zaynab opa uning fikrini o'qigandek gapirdi. Haqiqiy javob mening eski uyimda, dedi u. Yotoqxonamdagi shkafning pastki qismida yashirin bo'lim bor. Bahrom aka birdan oqarib ketdi. Demak sen uni haligacha saqlabsan, dedi u pichirlab. Ha, dedi Zaynab opa. Chunki bir kun kelib bu tun bo'lishini bilardim. Kamron mushtini tugdi. Oyi, dedi u. Bir narsani ayting. Nima? Mohira tirikmi? Telefonda uzoq sukut cho'kdi. Keyin Zaynab opa juda sekin javob berdi. Ha, dedi u. Va hozir mening yonimda. Xonadagi hamma qotib qoldi. Saida nafas olishni unutdi. Ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Onam, dedi u pichirlab. Narigi tomondan esa yig'idan titragan boshqa bir ovoz eshitildi. Juda tanish ovoz. Telefonda bir necha soat oldin eshitilgan o'sha ovoz. Mohira, qizim, dedi u yig'lab. Bu safar seni tashlab ketmayman. Mohiraning ovozi eshitilishi bilan Saida telefonni ikki qo'li bilan mahkam ushlab oldi. U yig'layotgan edi. Lekin bu yig'i endi alamning emas, umidning yig'isi edi. 22 yil davomida faqat tushlarida ko'rgan onasi hozir narigi tomonda tirik edi. Ona, dedi u titrab. Rostdan ham sizmisiz? Narigi tomondan ham yig'i eshitildi. Ha qizim, dedi Mohira. Menman. Saida ko'zlarini yumdi. Shu ikki so'z uning ichida 22 yil muzlab yotgan bo'shliqni yorib yuborgandek edi. U gapirmoqchi bo'ldi, lekin ovozi chiqmay qoldi. Mohira esa davom etdi. Meni kechir, dedi u. Har tug'ilgan kuningda yig'ladim. Har bayramda seni esladim. Har safar uzoqdan ko'rib qaytib ketdim. Saida birdan boshini ko'tardi. Nima? Dedi hayrat bilan. Meni ko'rgansizmi? Xonadagi hamma qotib qoldi. Mohira sekin yig'ladi. Ha, dedi u. Bir necha marta. Saida nafasi ichiga tushib ketdi. Qachon? Mohira javob berdi. Maktabingning birinchi kunida, dedi u. Sening oq bantik taqib maktab darvozasidan kirganingni ko'rganman. Saida yig'lab yubordi. Chunki o'sha kuni suratlarda qolgan edi. Yana, dedi Mohira. Universitetga kirganing kuni ham seni ko'rdim. Saida stuldan sirg'alib tushdi. Demak siz yonimda bo'lgansiz, dedi u. Lekin men bilmaganman. Narigi tomondan faqat yig'i eshitildi. Shu payt Bahrom aka derazaga qaradi. Tashqaridagi otishma kuchayib borardi. Qora mashinalarning biri yonardi. Yana biri hovli darvozasini to'sib turardi. Lekin eng dahshatlisi boshqa edi. U uzoqda kelayotgan yana bir karvonni ko'rdi. Kamron, dedi u vahima bilan. Bizda vaqt yo'q. Kamron telefonni mahkam ushladi. Qayerdasizlar? Dedi Mohiraga. Manzilni ayting. Narigi tomonda sukut bo'ldi. Keyin Mohira javob berdi. Ayta olmayman. Kamron g'azablandi. Nega? Mohiraning ovozi titradi. Chunki ichingizda xoin bor. Xonadagi hamma bir-biriga qaradi. Akbar ham, Bahrom aka ham, Saida ham. Nima? Dedi Kamron. Mohira davom etdi. Bugun sizlar sandiqni ochganingizdan yarim soat o'tmay Zafar bu haqda bilib qoldi, dedi u. Bu tasodif emas. Kamronning yuragi siqildi. U haq edi. Buni faqat bir nechta odam bilardi. Demak, ulardan biri ma'lumot bergan. Shu payt Bahrom aka birdan oqarib ketdi.
Go'yo nimanidir eslagandek. U cho'ntagidan telefonini oldi. So'ng yuziga urib yuborgudek bo'lib qoldi. Xudoyim, dedi u. Men ahmoq. Hamma unga qaradi. Nima bo'ldi? Bahrom aka telefon ekranini ko'rsatdi. Bir necha soat oldin kelgan oddiy xabar. Mehmonlaringiz keldimi? Xabar yuboruvchisi esa Bahrom akaning o'z jiyani edi. Jasur. Ularning eng ishongan odami. U doim Bahrom akaga yordam beradigan, doim yonida yuradigan yigit edi. Akbar boshini chayqadi. Yo'q, dedi u. Jasur bunaqa qilmaydi. Lekin Bahrom aka achchiq kulib yubordi. Qiladi, dedi u. Chunki u 3 yil oldin Zafarning kompaniyasida ishlay boshlagan. Xonada yana sukunat cho'kdi. Mohira telefonda og'ir nafas oldi. Men sizlarga aytgandim, dedi u. Ular hamma joyda. Shu payt telefon ortidan yana boshqa ovoz eshitildi. Erkak kishining ovozi. Mohira, dedi u muloyim ohangda. Vaqt bo'ldi. Kamronning yuragi tez urib ketdi. Bu kim? Mohira bir necha soniya jim qoldi. Keyin sekin javob berdi. Bu odam 22 yil davomida meni himoya qilgan. Saida ko'z yoshlarini artdi. Kim u? Mohira javob berdi. Va aynan shu javob yana hammani hayratga soldi. U, dedi Mohira. Saidaning otasi. Xonadagi hamma qotib qoldi. Chunki bir necha daqiqa oldin aytilgan barcha haqiqatlar yana shubha ostida qolgandi. Va endi ular tushunishdi. Asl sir Mohiraning g'oyib bo'lishida emas. Asl sir Saidaning kim ekanligida edi. U Saidaning otasi. Mohiraning bu gapi xonadagi havoni muzlatib yubordi. Saida ko'zlarini katta ochgancha telefonni mahkam ushlab qoldi. Kamron ham qotib qolgandi. Chunki oxirgi bir necha soat ichida ularning oldidagi haqiqat 10 marta o'zgargan edi. Har safar sir ochilgandek tuyulardi. Keyin esa hammasi yana ag'darilib ketardi. Nima dedingiz? Dedi Saida pichirlab. Mohira chuqur nafas oldi. Ha qizim, dedi u sekin. Sening otang tirik. Saidaning oyoqlari bo'shashib ketdi. U stulga cho'kib qoldi. Unda nega? Dedi yig'lab. Nega meni tashlab ketgan? Narigi tomonda uzoq sukut bo'ldi. Keyin Mohira javob berdi. Chunki u seni tashlab ketmagan. Shu payt telefonda o'sha erkakning ovozi yana eshitildi. Juda sokin. Juda vazmin. Mohira, dedi u. Ko'p narsani telefonda aytma. Kamron birdan sergak tortdi. Bu ovoz g'alati tanish edi. Juda uzoqdan eshitilgandek. Lekin qayerdanligini eslay olmasdi. Mohira esa gapini davom ettirdi. Qizim, dedi u. Men seni himoya qilish uchun ketganman. U esa bizni himoya qilish uchun qolgan. Saida boshini chayqadi. Men tushunmayapman. Mohira yig'lab yubordi. Men ham 22 yil davomida shu kun kelishini kutdim, dedi u. Lekin endi vaqt tugayapti. Shu payt tashqarida yana o'q ovozi yangradi. Bahrom aka deraza yonidan qaytdi. Uning yuzi oqarib ketgan edi. Ular ichkariga kirishyapti, dedi u. Kamron darhol telefonga yaqinlashdi. Qayerdasizlar? Dedi qat'iy. Biz boramiz. Mohira bir necha soniya jim qoldi. So'ng sekin dedi. Eski Chorbog' yo'lidagi tog' uyini bilasanmi? Bahrom aka birdan boshini ko'tardi. Yo'q, dedi u dahshat bilan. U yer emas. Mohira uning gapiga e'tibor bermadi. Tong otguncha yetib kel, dedi u Kamronga. Agar kech qolsang. Uning ovozi titrab ketdi. Meni boshqa ko'rmasliging mumkin. Aloqa uzildi. Bu safar butunlay. Kamron telefonni sekin tushirdi. Xonada og'ir sukunat hukm surdi. Nihoyat Akbar gapirdi. Boramiz. Bahrom aka esa boshini keskin chayqadi. Yo'q, dedi u.
Bu tuzoq. Hamma unga qaradi. Nima demoqchisiz? Bahrom aka chuqur nafas oldi. Chorbog'dagi o'sha uy, dedi u. 22 yil oldin ham ishlatilgan. Kamronning yuragi tez urdi. Qanday ishlatilgan? Bahrom akaning ko'zlari qorong'ulashdi. Mohira g'oyib bo'lgan kuni, dedi u. Uni oxirgi marta o'sha uyga olib ketishgan. Saida qotib qoldi. Demak, hikoya yana o'sha joyga qaytayotgandi. Hamma sirlar boshlangan joyga. Shu payt tashqaridan qattiq portlash ovozi eshitildi. Eshik qulfi uzilib ketdi. Kimdir uyga kirgandi. Birinchi qavatdan qadam tovushlari eshitildi. Og'ir, shoshilmasdan bosilgan qadamlar. Go'yo kirayotgan odam hech kimdan qo'rqmasdi. Kamron yonidagi temir tayoqni ushladi. Akbar ham deraza yoniga o'tdi. Qadamlar zinadan ko'tarila boshladi. Birinchi zina, ikkinchi zina, uchinchi zina va nihoyat mehmonxona eshigi oldida to'xtadi. Hamma nafasi ichiga tushib ketgan holda eshikka tikildi. Eshik sekin ochildi. Ichkariga uzun bo'yli, sochlariga oq oralagan erkak kirib keldi. Uni ko'rgan zahoti Bahrom akaning yuzidagi qon qochib ketdi. Saida esa hayratdan qotib qoldi. Chunki bu odamning suratini u bir necha daqiqa oldin hujjatlar orasida ko'rgan edi. Erkak ularga qarab achchiq jilmaydi. So'ng sekin dedi. Nihoyat. Uning nigohi Saidaga qadaldi. Seni topdim, qizim. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Momoni hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.